Manimcha bugun aka million kapitalizatsiya haqida gapiradi. Bizlar soliq bosmaydi, musulmonlar haqida to'xtalib o'tdik dedilar. To'ppa-to'g'ri, baribir soliqchilarni bloklab qo'yamiz. Nechta odamga xizmat ko'rsatgansizlar? Shu paytga qadar 40 mingdan ortiq kasallik. 40 mingta. 40 mingta. To'xtang, hisob-kitobini keyin qilamiz. Dastlab 2015-yilda birinchi marta Ibn salomatlik markazini 4 ga 3 xonadan boshlagan. Lekin sizni biznes направлениyangiz qanaqa? Asosan nima produkt beryapsiz xalqqa? Kuzatuvchilarimizga qiziq bo'ladigan narsa, qanday operatsion anaqalardan, harakatlardan chiqib ketgansiz? Biza Buxoron bachalari Ibn Sino kitobini betma-bet ko'rib, har bir giyohni to'kkanimizdan keyin ularni ishlatishni boshladik. siz qanaqa qadriyat bilan buncha odamni ushlayapsiz? Biza super qahramon bo'lganmiz. Aka sıfır. Ayting. Qancha beryapsiz kadringizga? 40 ta kadr ushlab turibsiz aka. Eng kami 3 million atrofida, Eng kam 3 million. eng yuqorisi 25 million atrofida. 3 millionga ishlagan kadrni akama korxonamga tasavvur qilishim juda qiyin. 20 million bersak ham ba'zi kadrlarni ushlay olmaymiz-da. Buxoroda eng xavfsiz klinika yaratish niyatimiz bor. Siz qanaqa instrumentlar qo'llayapsiz? Ya'ni o'sha kadrlaringiz sizga sodiq ishlayapti. Biznesni boshlagan vaqtlaridan keyin kelib qo'shilgan oddiy kadr hozirda biznesda sherik. Akam bitta o'zlari bilan bironta klinika qila olmaylar. Unchalik ocha olmaylar. Kadrni 3 kun ichida tayyorlab olamiz. Shu uyg'onish vaqtimiz keldi. Menimcha Renessans qayta uyg'onish edi. Qayta uyg'onish shu uchun biznes sohasida va tadbirkorlik sohasida biz qayta uyg'onadigan davrimiz keldi, aziz do'stlar. Hammalaringizga assalomu alaykum. Bugungi podkastimizda imенно meditsina biznesiga, meditsina sohasiga yo'naltirishga qaror qildik va bugungi mehmonimiz Ruslan aka Omonov, Turon Fanlar akademiyasini faxriy akademigi va Buxoro va Navoiy viloyatlarida 5 ta tarmoqli klinikalari mavjud bo'lgan inson Ruslan aka Omonov bilan bugun Business Renaissance loyihasida ko'rishib turibmiz. Xo'p, aziz do'stlar, haqiqatan ham biz podkastni boshladik. Biz haligi aytib o'tdik Shohjahon akamlar bilan haqiqiy chempionlarni chiqarishga harakat qilamiz. O'zimiz chempion bo'lmasak ham xudo xolasa devdik. Inshaalloh. Va ko'rsatuv boshlangan paytimizdan haqiqiy biznesmenlarni olib chiqamiz. Savollarni berishga, ya'ni ham muvaffaqiyatli, ham muvaffaqiyatsiz omillarni so'rashga harakat qilamiz dedikda, 3-podkastimiz уже xudo xolasa boshlanyapti. Mehmonlarimiz haqiqatan ham men va Shohjahon akadan-da kuchli odamlar kelyapti, aziz do'stlar, va biz va'da berdik, turli xil sohalarni olib chiqamiz deb. Bugun kuzatishni baribir davom ettiringlar. Bugun ajoyib mehmonimiz, do'stimiz Ruslan aka. Xursand bo'ldik, klinika sohasida o'zi biznes sohasidan chiqmagan yoki iqtisod yoki moliya sohasidan chiqmagan bo'lsalar ham 5 ta o'zi tarmoq, 6 va 7 va boshqa viloyatlardan ochish planlari haqida suhbatlashdik. Juda ajoyib, xudo xolasa o'tadi. Ruslan aka xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Chaqirganlaringiz uchun rahmat sizlarga, ishonch uchun, taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. Boshlasak bo'ladi, bemalol. Boshlasak bo'ladi. Shu yerda yana bitta xulosa qilmoqchiman, ming bor uzr. Ruslan aka, siz ijtimoiy tarmoqlarda bormi yo'qmi? Ijtimoiy tarmog'im bor, lekin ijtimoiy tarmoqda unchalik aktiv emasman. Nimagadir unga vaqtimiz ajratishimiz sal kamroq. Xudo xolasa siz ham bizni loyihamiz boshlashini kutib yurgan bo'lsangiz kerak-da. 5 ta 6 ta klinikani ochish oson masala u. Manimcha bugun aka million kapitalizatsiya haqida gap ketadi. Mikro. Haligi oldingi podkastimizda do'stimiz chiqqandan keyin bitta savol berdilar. Hali erta bizlar soliq bosmaydi, musulmonlar haqida to'xtalib o'tdik dedilar. Yo'q, bizni qarorimiz shunaqa edi. Bizni podkastimiz buni hech bo'lmasa daromadi haqida, foydasi haqida aytishimiz kerak. Ya'ni o'zbek millatidan shunaqa tadbirkorlar chiqyapti. Qanaqa bir imtiyozlar, qanaqa bir prezidentni qo'llab-quvvatlashlar yoki siyosatni qo'llab-quvvatlashi tufayli o'sha bu tadbirkorlar shakllanyapti, tadbirkorlar sinfini. O'sha ochiq gapiradigan vaqtimiz keldi-da, to'g'risi. To'ppa-to'g'ri, baribir soliqchilarni bloklab qo'yamiz. Va uni deyolmaymiz, to'g'ri tushunsin hamma, xudo xolasa. O'sha soliq organi ham, boshqa haligi organlar ham menimcha to'g'ri tushunyapti. Akam Beloy biznes yuritasi, menimcha milsini to'g'ri, chunki yoshlar iloji yo'q bu narsani. Shunaqasida. Shaffoflikka o'tamiz уже. Shaffof biznes yuritadilar, temniy biznesda emassiz. Shu uchun bemalol kapitalizatsiya to'g'risida savollarimizni berib bo'lsak bo'ladi. Podkastimizni boshlashimizdan oldin o'yin qoidalarini bir boshdan tushuntirib o'tib ketsak, Donir aka. Biza asosan Donir aka Hojiyev
Hammalaringiz yaxshi taniysizlar. Renessans loyihasini asoschilaridan bittasi Doniyor akam asosan immuniy meditsina sohasiga Ruslan aka kirib kelgan vaqtlaridan boshlab o'sish nuqtalarini so'raydilar. Men esa Ruslan akam boshlaridan o'tgan fakaplar, muammolar, u problemalardan qanday chiqqanlari, qaysi joylarda singan joylaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki qilgan xatolaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha xatolar haqida so'rashga harakat qilaman. Bo'lmasa, o'yinning qoidasi hammamizga ma'lum. Inshaalloh sizlar uchun manfaatli podkast bo'ladi. Ajoyib keyslar bo'ladi, xudo xohlasa. Haqiqatan ham qoidamiz o'sha kirish qilamiz. Kirishdan oldin Renessans tushunchasi haqida to'xtalib o'tamiz. Haqiqatan ham mana ijtimoiy tarmog'ingiz bormi degan paytda shuncha biznes egalari hammamizda ham, biz ham Shohjahon aka unchalik ijtimoiy tarmoqqa chiqmaganmiz. O'sha uyg'onish vaqtimiz keldi. Menimcha Renessans qayta uyg'onish edi. Qayta uyg'onish shu uchun biznes sohasida va tadbirkorlik sohasida biz qayta uyg'onadigan davrimiz keldi, aziz do'stlar. Biz boshladik, qoidalarimiz o'sha. Bu kishi ozgina o'zlari haqida gapiradilar va biz ichga kiramiz. Savol-javob qismi bo'ladi. Savol-javobdan keyin kuzatuvchilarimiz savol-javob bilan to'xtalamiz, xudo xohlasa. Albatta. Bo'lmasa, birinchi qadamdan boshladik. Ruslan aka Amonov, to'g'ri? Amonov. Ruslan aka Amonov kim o'zi? Avvalambor tibbiyot oliy guvohini bitirganman. Buxoro davlat tibbiyot institutini. Asli qayerdansiz? Asli Buxoroda, Otbozor. Otbozordan? Городской? Shahardan. Shuna. Xo'sh, birinchi navbatda biz G'afurullo nomidagi 3-son maktabni tugatganmiz. Undan so'ng Galausiyoda tumanida, o'sha Buxoro tumanida 13-son ixtiyorli bolalar maktab internati bor edi. O'sha yerda tahsil olganmiz. Bu yerda so'zlarimiz o'sha ko'maklari bilan bizni tarbiyalab medinstitutga kirishimizga sabab bo'lganlar. Undan so'ng medinstitutdan so'ng Qiziljoy medinstituti 4-kursida Ato Kenjayev degan ustozimiz bilan tanishganmiz. Shu paytga qadar u kishi bilan maslahatlashib ishlar yuritamiz. Xo'sh, medinstitutga tugatgandan so'ng, bir yil davomida klinik ordinatura da o'qigandan keyin dastlab 2015-yilda birinchi marta Ibn salomatlik markazini 4 ga uch xonadan boshlaganman. 4 ga uch xonani o'zim suvoqlab, remontini qilib, pollarni kraska qilib, dastlabki o'sha qo'limdagi summalarda mebellarini olib ishni boshlaganman. U yerdan faoliyatimiz kattalashgandan so'ng, mijozlarimiz ko'paygandan keyin hozirgi Ibn salomatlik markazini Buxoro o'sha 5-mikrorayondagini 2-qavatida joylashgan bitta xonani arендаga olganmiz. Ruslan aka, bitta gapingizni bo'laman. Hozirda 5 ta o'zini tarmog'iga ega bo'lgan Ibn Sino salomatlik markazi 3 ga 4 xonadan boshlangan. Shunday. 3 ga 4 xonadan 3 ga 4 xonadan o'zim suvog'ini qilib boshlangan. Yevro remontdan xabarimiz bo'lgan. Shu narsani qilib o'zimiz boshlaganmiz. Ruslan aka, qancha yil siz akajon? 89-yil. 89-yil. Ajoyib. Xo'p, haqiqiy qahramonlar xudo xohlasa chiqartiramiz. Akani nollar ko'tarilganlar degan nima atama shu joydan ma'lum. 3 ga 4 xonadan boshlangan birinchi mijozlarni qabul qilishlari. Shunday. Voqealar endi Bu 2015-yil voqealari. Shu yil nasib bo'lsa 10 yilligini nishonlaymiz klinikamizni. 2014-yil men medinstitut tugatgan paytim bitta velosipedga pulim yo'q edi. Shu narsaga sekin-sekin mehnat bilan erishdik. 1 yil deganda klinikani ochib, 2023-yilgacha shu klinikada ishlaganmiz bir joyda. 23-yildan keyin, mana oxirgi 2 yilda tarmoq qilishni boshladik. 2015-yil siz klinikani ochyapsiz, birinchisini. 2023-yil o'rtaga 8 yil. 8 yil bitta joyda, bitta klinikada faoliyatimizni tizimlashtirishni unchalik yaxshi bilmaganmiz. Boshida xatolarimiz ko'pligi, biz hamma narsani mas'uliyatni o'zimiz bo'ynimizga olganmiz. Biz super qahramon bo'lganmiz. Ya'ni hamma ishni o'zimiz qilsak zo'r bo'ladi deb o'ylaganmiz. O'sha uchun ham shu 8 yil muddat shu narsaga ketganman. Yo'q, aka meditsina sohasida o'zi bunday logik o'ylab qarasang, shunday hamma ishni o'zi qilsa zo'r bo'ladi. Chunki odamlar sizga ishonadi. Mijozlar sizga o'rganadi. Nima deydi, o'rningizda zaminatsiya odamlarni komandada yig'ib turib, ularni sodержать qilishda o'zi menimcha katta problema-da. shunday.
aksariyat biznes egalari yoki klinika egalarida aka man bo'lmasam ish yurtmaydi. chunki mijoz Misol uchun shunday ishlar. Man bo'lishim kerak deydida, hamma narsaga manman deydi. To'g'risi o'zimiz ham hech kuni kechagacha manman deganmiz. Bu kishi qanday chiqqanlar bular? Ana bu kishi yo bizneslari yurmayapti yoki bo'lmasam ishlamayaptilar u kishida. Ruslan aka. Bu narsani tushunishimizga 8 yil vaqt ketdi. 8 yil bir xil yurdik. Ma'lum bir onlayn treninglarda qatnashgandan keyin, ma'lum bir kitoblarni o'qigandan keyin shunday xulosaga keldikki, ham ishlovchi, ham ish boshqaruvchi bo'lishimiz mumkin emas ekan. Chunki ham o'zimiz vrach bo'lib kasalni qabul qilsak-u, ham klinikani razviyasini o'ylab bilishga vaqtimiz bo'lmas ekan. O'sha uchun men 23-yil boshlanishi edi. Sulton degan ish boshqaruvchimiz, Halim Sulton degan ish boshqaruvchimiz, yaxshi kadrimiz, eng yulduzlarimizdan bittasi. O'sha kishini ishga taklif qildik. Va ishga taklif qilganimizdan keyin u kishidan fikr chiqdiki, aka, sekin-sekin sizni biznesdan chiqaramiz. Men aytdim, biznes beramayarman dedim. Yo'q dedi aka, siz biznesdan chiqishingiz kerak, siz razviyasini o'ylashingiz kerak dedi aka. Sherikchilik qilamiz? Yo'q dedi, sherikchilik emas, siz unaqa, men ish yurituvchi dedi. Siz biznesdan sekin-sekin chiqishga harakat qilasiz dedi. O'rningizga vrach olamiz dedi. O'zingizdek qilib tarbiyalaysiz dedi. Vrachlarni hammasini tarbiyalash, hamshiralarni tarbiyalash sizni bo'yningizda dedi. Sekin-sekin tarbiyalab joyiga qo'yamiz. Boshqa iqtisodiy masalalarni ko'pincha Sulton hal qiladi bizda. Chunki bizda iqtisodiy masalalar bilan uncha qiziqish menda juda kuchli emas, chunki o'zim ishimni yaxshi ko'raman. Ishimga biznes sifatida uncha qaramayman. Chunki menda hamma narsa mijozlarni roziligi uchun. bu yoqda kulchovsiz Endi Sulton. aytmoqchi edim, men aytmayman chunki negativni siz davom ettirasiz. Endi aytmoqchi edimki, Kulchovsiz Sulton aka bera. Bu Sulton aka qanday stadionga kelib qoldilar aka? Bu nima qilyapti budan bu yerda? Kartina qayerda paydo bo'lib qoldi? Anaqa hisob kitob zo'rdir, ha bu. Undan. Pullar qancha endi u kishini? Ya ungacha boramiz. boradi. Bu odam qanday paydo bo'ldi? Shu U kishini o'zlarini bizneslari bor edi. Sumalak degan brend Buxoroda ko'pchilikka manzur bo'lgan konditor mahsulotlar ishlab chiqaradilar. Zilon bozorcha bilsangizlar agar o'sha tomonda konditor sexlari bor edi. Bir necha filiallar ochishga ham ulgurgandilar. Faqat kamchiliklari, u kishini kamchiliklari insonlarni olardilar, ishdan bo'shatishga qiynalardilar. Yana bitta kamchiliklari bir kun ishlab chiqarilgan narsani 2-3 kun sotib olmasdilar. Ko'pchiligi qolgan mahsulotlar qo'shnilarga ketgan mollarga. O'sha uchun asosiy yo'qotishlari u kishini o'sha yerda bo'lgan. konditorchi Xo'sh. meditsinadan nima qilyapti aka? Shu narsani tushunaylik birinchi. Zavom bor. Konditorchi nima qilyapti meditsinada? Hozir yetib boramiz. Xo'sh. Bir kun borsam agar, men tort zakaz qilmoqchiman. Qizim tug'ilgan kuni. Sulton, aka ishimni yopmayapman, lekin tort o'zim pishirib beraman, siz uchun mayli dedim. Men aytdim, qayerdan ish, nima ish qilmoqchisiz? Ya'ni kelajakda nima oldingizga maqsadingiz? O'sha aytdilarki, hozircha o'ylab ko'rganim yo'q. Biznesni yig'ishtiraman, hech bo'lmasa norga chiqishim kerak, hamma narsani joy-joyiga qo'yishim kerak. Qo'limda qanaqadir оборотga pul yig'ilsa, qanaqadir biznes boshlashim mumkin. So'radim, bir oyda hech narsani o'ylamasdan ro'zg'oringizga xarajat qiladigan pulingiz qancha bo'lsa, sizga norma dedim. 5-6 million atrofida dedilar. O'sha 5-6 million oylik bilan. Endi o'sha payt 5-6 milliondan Ha, narx. 23-yil uchun Hozir 8 millionda. shunday bo'lsa kerak. O'sha summada aytdim, o'sha paytda o'ziga o'sha summani aytdim, biz klinikamiz sizga berib biladi. Men xohlayman shu siz bizlar bilan ishlashingizni. Chunki bu kishida insaytlar juda zo'r, mantiq bu kishida, o'sha biznesda mantiq ham yaxshi narsada, fakt bilan ishlash bu kishida kuchli. 2023-yil Sulton aka kirib kelyaptilar kartinaga. Ilgari nimadir ishda qilib yurgan biznesmen, konditorlik qilib yurgan biznesmen klinika sohasiga kirib kelyapti. Unga qiyin bo'lmaganmi? U nima deydi? Protsessni olib borish. Chunki Sulton aka, men o'zim biznesimga o'zim spetsialistimni qo'ymasam, boshqa kishini qo'ymayman. Yaqinlashtirmayman biznesimga. Bu yoqda sizlarda qanaqa bu narsa? Xo'sh, bizda kelgan paytlari o'zi Sultonda bilan arada kim nimaga javob beradi o'sha narsani belgilab oldik. Bu kishini ishlari
asosan xodimlar nazorati, Aha, И kadroviy masalalar. kadroviy masalalar bo'yicha Hammasi- xuddi shunday kadroviy masalalarni topish. И asosiy boshida bo'lgan ishlar manda ideya ko'p tug'iladi. Ideyalarni ijrosi Mom. ijro qiladigan odam kerak edi. O'sha ijrochi sifatida o'zlarini ko'rsatdilar. Ijrochi sifatida yaxshi olib borganlaridan keyin ko'p masalalarni уже o'zlariga topshirishga harakat qildik. И menimcha hozir 90% mas'uliyat, 90% решениyalar sulton tomonidan qabul qilinadi klinikadagi. To'xtang. Biz xafa bo'lmaysiz. Biz to'xtatishimiz Ha. shunaqa qismlarni olishimiz kerak. Kechirasiz, biza nima Ya. deydi? Siz hozir shuni nima narsani gapirib beryapsiz? Tak, men meditsina sohasiga hozir ham aytdim. Varatar reytlar hujumga qo'ydilarmi? Yo'q, to'xtang. Yo, sudyalik qilib. Men meditsina sohasiga sulton akam kirmoqchiman. xafa bo'lmasinlar, eshitib o'taman. Nima qilaman, konditer qidiryapman. Endi tarmog'ida sulton aka xafa bo'lmasinlar aka. Ming bor uzr. Kuzatuvchilar to'g'ri tushunishi kerak. Menimcha sulton aka yo zo'r boshqaruvchi, ya'ni ishni boshqaradi. Management bo'yicha znachi zo'r odam. Yo zo'r boshqaruvchi yoki akam zo'r oylik berib biladilar yoki bo'lmasam akam oyliklari hisob kitoblarini o'zlari ham bilmaylar menimcha. Endi hozir hisob kitoblari Endi aka- haqida to'xtalamiz hozir nasib bo'lsa. Aka shunaqa gap, doktorlarga pul ko'p, o'sha uchun. Shunday, ha, buni o'sha hisobini uchotini bilmasa kerak, ha. To'xtang aka, birinchi bu narsalarni tushunishimizdan oldin bu narsani to'g'ri men bilan Donur aka nima deydi, sizni taniganimiz uchun tushunishimiz mumkin. Shunday. Sizda meditsina biznesingizda направленияsi qanaqa? Yo'nalish. Qaysi направлениядасizki siz nima deydi, bemalol ishingizni mana shunaqa masshtabirovать qilib boryapsiz. Chunki juda ko'p vrachlarni men taniyman. Aka o'zini bitta klinikasi, mana nima deydi, juda ko'pchilik bor tanishlarimiz, mana ulug' akalar o'zi bo'lmasa ish ham to'xtab qoladi. ha. Boshqa nima deydi, klinika ochish masalasigacha hali o'ylab ko'rgan vrachlar juda kam. Buxoroda men biladigan 2-3 ta nimalar bor, чтобы zo'r vrachlar bor. Shaharda 2 joyda klinika qilib qo'ygan. Stomatologlar bor, 4-5 ta joyda qilib qo'ygan, shogirdlarni ishlatadi. Lekin sizning biznes направлениyangiz qanaqa? Asosan nima produkt beryapsiz xalqqa? Nima sababdan mana bunaqa nima deydi, sekin-sekin ko'payishib boryapsizlar? Qadriyatlaringiz qanaqa? Shu masalaga bitta gaplashaylik, чтобы kartamiz ochiladi-da. Kuzatuvchilar to'g'ri tushunishi uchun. Ya'ni meditsina sohasida, klinika sohasida ham xohlagan odamni qo'yib ketish menimcha, demak nimadir ustunlik tomoni bor sulton akani haqiqatdan ham shu vaqt. Yo'q, hozir sulton akani temasini bir chetga yig'ishtiramiz. Bo'ldi. Sulton aka, rahmat sizga, zo'rsiz aka. Ana endi направлениyangizni gaplashaylik aka. Bizning asosiy направлениямыз bu xalq tovati bilan insonlarga yordam berish, ya'ni xalqimizga gijja kasalligini tabiiy usulda davo berish. Bu narsa bu og'riq 15-yillarda mana boshlangan. Xo'sh, og'riq sababi gijja kasalliklarini davolagan paytda ba'zi holatlarda o'sha endi dori-darmon bilan ham davolab ko'rganmiz. Ba'zi holatlarda kechqurunlari telefon bo'ladi, ota-onalar jigarchasi og'riyapti, shu sohada og'riq bor bolalarda yoki bir oylardan keyin qayta o'ziga qilib ko'rganimizda jigarda biroz o'zgarishlar berganini holatlarni kuzatganmiz. Mana shu og'riqni решениясini endi o'zim yaxshi biladigan meditsina kitoblaridan qidirdim. Shu narsani retseptlarni to'liq yig'ganimizdan keyin meditsina kitobini betma-bet ko'rib, har bir giyohni to'kkanimizdan keyin ularni ishlatishni boshladik. Shu paytga qadar hozir 70 dan ortiq gijja kasalligiga qarshi giyohlarni ishlatish orqali xalqimizni o'sha gijja kasalligidan davolashga tabiiy usul bilan xavfsiz davolashga harakat qilyapmiz. Xalq tabobati. To'g'rimi? Asosiy направлениyangiz. Aka qarang, menda 2 xil hozir dunyoqarash paydo bo'ldi. Birinchisi vatanparvarlik. Vatanparvarlik deganda nima? Biz Buxoro bachalari da Buxorodan biz bilamiz, Ibn Sino yetishib chiqqanlar bobomiz. Biz maktabga o'sha kishini Avicenna deb maqtab, o'rganib katta bo'lgan odamlar va tibbiyot sohasini otasi sifatida u kishi ham tarixda o'zlarining izlarini qoldirganlar va buxorolik bir vrach, tadbirkor Ibn Sino nomini yana qaytib tiklab aslida renessans qilib
Aha. To'g'rimi? Shunday, Renessans shunday, qilib, shunday. уже viloyatlar bo'yicha kengayib, Hmm. 5 tadan ziyod klinika ochyapti va hozirgacha minglab bo'lsa kerak-da baribir, to'g'rimi? Chunki 5 ta klinika ob'yomi mingdan baland bo'ladi-da. Nechta odamga xizmat ko'rsatgansizlar aka? Shu paytga qadar 40 mingdan ortiq kasallik. 40 ming. 40 mingta. 40 mingta. To'xtang, hisob kitobini keyin qilamiz aka. 40 mingta hozir. 40 mingta. Aka boshiga kirishimiz kerak edi. Men To'xtang, o'qishga aka. olantiruvdim. To'xtang aka, hozir biza nima deydi? Vatanparvarlik Bo'ldi, bor. bo'ldi, zo'r, zo'r. Yaxshi. Men xususan aka Ibn Sino nomlarini qayta uyg'otib, aynan shu направлениyaga to'g'ri bo'lganingiz uchun. Chunki 89-yil siz meditsina sohasiga o'qib chiqyapsiz, akademik bo'lyapsiz, faxriy akademik bo'lyapsiz va именно xalq tabobatlari bo'yicha узкий направлениyaga kiryapsiz. Shuni tushuntirsak bo'ladi bizda, to'g'rimi? Именно узкий направление sizni dushmaningiz faqat o'sha insonni ichidagi gijjalar, o'shalarni yo'q qilish bilan shug'ullanasiz, to'g'rimi? Jang o'shanga qarshi. Tak, men sizni marketing strategiyangizni ham ko'rganman, чтобы sizlar ham baribir ko'rgansizlar, qadrli kuzatuvchilar, ko'chalarda bannerlar turibdi, bo'lsa rasmlari bo'lsa qo'yib beramiz. Da. Tak, gijjalar mendan qo'rqadi deb aka mana shu rasmlarni qo'yganlar. Xuddi shunday, именно gijjalarga qarshi kurashyapsiz. Bu birinchi qarash. Aka, men ikkinchi qarashim paydo bo'lyapti hozir. Xalq tabobat deganga aka odam qo'rqib ham qoldi-da. Qo'rquvlarim nimaga? Aka, har xil joydan har xil tabiblar chiqyapti, har xil nima deydi, baribir siz ham internetda ko'rib o'tiribsiz. Boshlangan paytda bu kishi ham xalq tabobati dedilar. Men o'ylovim bo'yicha bu kishi ham bitta haligi Qo'qonlik yo Farg'onalikdan o'qib kelganlarmi deb o'ylovdim, to'g'risi. Yo'q, shuni ham maskin deb hozir уже tibbiyot sohasida o'qib chiqqansiz, уже siz diplomированный vrach именно xalq tabobati bo'yicha, shunaqami? Biza umumiy amaliyot shifokori biza. Aha. Bundan tashqari ordinatura kardiologiya bo'yicha ham o'qiganman. Alohida. Bizada xalq tabobat deganda endi gaplaringizni olaman lekin. Mayli, o'sha biz davom etiraveramiz aka. Qaysi tarafga qarab ketayotganimizni tushundingiz-ku, чтобы negativ yog'dirmasimizdan aka boshlang shu payt ayting. Vaqt. Bizni xalq tabobatimiz endi dunyoda yagona desa ham bo'ladi. Ibn Sino ta'limotiga asoslangan. Dunyoni ma'lum bir davlatlaridagina bor bu narsa. Masalan, Eronda yo Xitoyda, Uyg'urlarda Ibn Sino ta'limoti asosidagi xalq tabobati mavjud. Har bitta fanni o'zini falsafasi bo'ladi. Chunki biror fan yo'qki falsafasi bilan boshlanmasa. Avvalo falsafa bilan boshlanib, keyin faktlar bilan asoslanib ketadi. Ana shu narsani xalq tabobatni ham falsafasini Ibn Sino bobomiz mujassamlashtirib, bitta tizimga kirgizib, asoslab berib ketganlar. Men shu narsani bilmagan tabib, bu endi men tabib deb bilmayman, chunki har bitta narsaga mizoj, ya'ni kayfiyatini, mizojini aniqlash orqali Mijozmi yoki mizojmi? Mizoj bu arab tilidan olingan. Har bir jism tabiat va haroratdan iborat bo'ladi. Tabiati uni quruqligi bilan ho'lligi bo'lsa agar, harorati yo issiqligi yo sovuqligi. Ya'ni kasallikni davolaganda ham shu kasallik nimadan kelib chiqqan? Ya'ni kasallikni, har bitta kasallikning o'zining tabiati bor. Tabiatdan tashqari organizmda 4 xil suyuqlik bor, xiltlar, ya'ni qon, balg'am, safro, savdo. Qaysidir xiltni tug'yoni bilan yoki qaysidir xiltni o'sha g'ayritabiiy xiltga aylanishdan kasalliklar kelib chiqadi. Masalan, g'ayritabiiy balg'amdan shamollash kasalliklari kelib chiqadi. Bunda mizoji issiq quruq bo'lgan mahsulotlar, masalan, zanjabil, dolchin, shunga o'xshash narsalar iste'mol qilinishi yoki tavsiya etilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Har bitta boshqa kasalliklarni ham ko'rgan paytda обязательно, ya'ni albatta buni mizojini o'rganib, kasallikning mizojini o'rganib, shunga mos mizoji to'g'ri keladigan, ya'ni qarama-qarshi mizojga ega bo'lgan giyohlar orqali yordam berilsa yoki shunga o'xshash qanaqadir amaliyotlar bajarilsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu Ibn Sino ta'limotiga xos xalq tabobatı bo'ladi. Tushunarli. Ruslan aka, davay konkret savolga o'taman. Aka, siz o'zingizni vrach sifatida pozitsioner qilasizmi, tabib sifatida? Kasallikni tashxislashda vrach sifatida, davolashda tabib sifatida. Xo'p, tabib nima degani o'zi endi? Tabib tushunchasini bitta to'xtalib o'taylik. Tabib tushunchasi endi xalq tabobati orqali
shu usullardan foydalanib tashxis qo'yib kasallikni davolovchi insonlar. Hozir brendlari Ibn Sino uchun. Ibn Sino salomatlik markazi. Ibn Sino deb qo'yganmiz biz nima uchun? Ibn Sino salomatlik markazi deb qo'yilishining sababi endi tib qonunlari kitobini o'qiganimizdan keyin Ibn Sinoni ko'p ruhlanganmiz va Ibn Sinoni naqadar o'z davrining yetuk mutaxassisi bo'lganligini ichimizdan o'tkazganmiz. O'sha uchun brendimizni Ibn Sino bobomizning nomlari bilan bog'lashga intildik, harakat qildik. Shu narsaga erishdik deb o'ylayman. Hozir men miyamda bo'lganga o'xshab vatanparvarlik tuyg'usi boshlandi. Shunday. Da emotsional holatlar. Bizani Juda yaxshi. bizani mehmonlarimiz ajoyib bo'lsa har safar shu 1 soat deb niyat qilamiz, shu 2 soatga ketadi. Hali kirish qismimiz shuncha. Hali biz kirish qismimizda bularning sifrlar, raqamlari haqida to'xtalib o'tishimiz kerak edi. Qolib ketdi bu tema. Qolib ketmaydi. Akada shu tema boshlaylik, qiziqroq joydan boshlaylik. Mingtalik kasal qo'yildi, oliy maqsadni qarang. Men yurakdagi maqsadim bor edi, shuncha kasallikka shifo berishim kerak degan narsani aytyaptilar. Ya'ni o'sha bizning loyihamiz bilan bog'liqda, ya'ni bu kishi 5 ta hozirgi kunda, yana bu yilda nechta taxminan ochasimiz, xudo xolasa? Endi xudo xolasa shu yilning hisobida bitta Qarako'l tumanida ochyapmiz. Barchasi tayyor. Asl bo'lsa litsenziyadan olganimizdan keyin faoliyatni boshlab yuboramiz. Shu yil oxirigacha bizda o'zimizda yangi planimiz Buxoroda bitta bo'ladigan o'zimizni klinikamizni yaratish. Hozir joylar olingan. Nasib bo'lsa maslahatlashib ustozlar bilan proyektlarni chizib, nasib bo'lsa eng xavfsiz Buxoroda eng xavfsiz klinika yaratish niyatimiz bor. Ham davolash nuqtai nazaridan, ham mijozga qulaylik va xavfsizlik nuqtai nazaridan eng xavfsiz klinika yaratish niyatimiz bor. Boshqa klinikalarimiz ham shu o'zi maqsad bilan qurilgan, xavfsizlik nuqtai nazaridan. Shu narsani mujassamlashtirib, ham tibbiy turizmga o'z hissasini qo'shadigan, ham xalqimizga tabiiy yo'l bilan boshqa kasalliklarni ham davolashga yordam beradigan bir markaz qurish niyatimiz bor. Zo'r, ajoyib. Ruslan aka, qarang, hozir klinika sohasida aksariyatimizda shunaqa haligi miyamizda rivojlanmaydigan narsalarimiz bor. Ya'ni klinikada vrachchi o'zini yoki bo'lmasam rahbari o'zini kasallar so'rab keladigan darajada bo'ladi-da va u operatsion anaqalardan operatsion protseslardan vrachlar chiqmaydi. Aksariyatan misol uchun nima uchun o'smaysiz, nima uchun bu klinika o'zi zo'r vrach, ajoyib vrach, lekin anaqa chiqolmaydi. Siz shu klinikangizda, endi klinika deymiz, biz maskan demaymiz-da, 5 ta biz kuzatganmiz, bilganmiz. Alloh hammasini menimcha adellari bor bo'lgan klinikada qanday qilgansiz? Shu kuzatuvchilarimizga qiziq bo'ladigan narsa, qanday operatsion anaqalardan, harakatlardan chiqib ketgansiz? Как это работает? Da, как это так же Qanday ishlaydi aka bu? Shunga bir to'xtalib o'tsak, ajoyib keyin xulosamiz bor bitta. Endi avvalambor siz biznesdan chiqmoqchi bo'lsangiz, biznesni kimgadir topshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda odam qadriyatiga baho berishingiz kerak. Chunki qadriyati yaxshi bo'lmagan odamlar bilan ishlasangiz, birinchidan o'zingiz qadriyatingizni buzilishiga sabab bo'lishi mumkin yoki biznesingizni orqaga olib ketishi mumkin. Bu navbatda yana shu Sulton degan nomni yana yodga olishimiz kerak. Bugun qahramoni Sulton. Real holat, ya'ni menimcha ijrochi direktor, ya'ni barcha aksariyat funksiyalarni bajaruvchi odam shu kishimi deyman-da, bu kishiga rollarni. Endi bizda hammani o'zining roli bor. Masalan, bu rolda misol uchun ayolim ham qatnashadi. Ayolim bizni kamchiliklarimizni olib beradi. Mani, Sultonni yoki qaysidir xodimlarimiz yo'l qo'yib bergan kamchiliklarni tuzatishga. Bizda men o'zgarishlarni uncha yoqtirmaydigan odamman. Aslida, chunki bir xillikni yoqtiraman. Biroz o'zgarish bo'lsa agar, bu narsaga meni birinchi ko'ndirish qiyinroq ancha. O'sha uchun bu narsani ko'ndiradigan, yangiliklar qilishga undaydigan ayolim. Haqiqatan ayol kishini tvorческий мышлениесі yaxshiroq ishlaydi-da. Xuddi shunday. Barakani yarim omili ayol, baribir. Bizni biznesimiz shu, yurimiz shu uchun beriladi. Maza qilib brend reklama qilib, lekin butun jamoani ayol boshqaradi. Xuddi shunday. Dastlab o'sha biznes protsesslardan sekin chiqib boshlagandan keyin o'zimizga vrach tayyorlab qo'ydik. Vrach tayyorlab qo'ygandan keyin yuqoridan qarasak agar deyarli 8 yil juda sekinlik bilan
mayda chumolni nima deydi, chumoli ham emas. Kichkina qurtchani qadam bilan yurgan ekanmiz. Gijjan qadamlar bilan. Zo'r. Juda kichkina qadamlar bilan yurgan ekanmiz. Vaholanki bemalol yugursa bo'lar-ku. Ha, yugursa. Shuni klinikamiz tarmoqlarini ko'paytirishdan oldin tizimlashtirish kerakligini tushundik va tizimlashtirdik qo'ldan kelgancha va hozirga qadar yana o'z ustimizda ishlab shuni tizimlashtiryapmiz. 23-yilda birinchi Navoiyda filialimizni ochdik. Undan so'ng 24-yilda Vobkent va G'ijduvonda filiallarimizni ochdik. 25-yil boshi bilan bo'lsa Qorako'lda yangi filialimiz ochiladi. Shohjahon aka, endi bizni kuzatayotgan klinika sohalaridagi egalariga yana aytamiz, o'zimiz ham safarda bo'lgan paytimizda bir ikkita egalar chiqdi va savol berdi o'shalarki, biz ketolmaymiz-da, bizni so'rab keladi kasal degan paytda mana haqiqiy qahramonimiz 5 ta klinikasi bor. Aziz do'stlar, haqiqatan ham biznesni tizim ustida qursak, menimcha shaxs sifatida haligi biznes shakllanishi shart emas. Tizim bo'lsa, tizim olib boradi. Endi men o'ylayman 8 ta klinika bilan Sulton aka o'sha 9-da qiynalsa kerak, bilmayman, balki 16 ta yo 17 ta boshqarar, bilmayman. O'sha bu kishi Sulton akaga o'xshagan ko'paylarni qo'yib tizim ustida qurarlar. Va sizlar agar tizim kerak bo'lsa, biznes renessansi har bitta sohasi, har bitta podkastini kuzatib borsangizlar, biz alohida ajoyib Ruslan akamga o'xshagan o'zimizdan-da kuchli qahramonlarni chiqartiramiz va bu haqida to'liq yoritib boramiz. Menimcha kuzatuvchilar anchagina ma'lumotga ega bo'ladi xolos. Albatta. Shuni. Bo'lmasa sizga hayotda bitta jackpot bo'ldi. Sulton akam xudo berdi sizga. Shuni. Shunami? Ana juda yaxshi. Lekin bizda ham shunaqa holatlar bor va juda ko'p biznesmenlarning og'rig'i ham shu kadroviy defitsit masalasi. Biznesda egasi sifatiga imенно o'sha inson resurslarini qanaqa qilib ushlab turish. Bo'lmi qanaqadir keyslar nima deydi? Shunga o'xshagan mana 5 ta klinika ham baribir o'zini to'plari bor yoki sheriklar bor. Ishlaydi bittasiga. 40 dan ortiq. 5 tasi Yo'q, 5 ta klinikada 40 dan ortiq. Общий 5 ta klinika 40 dan ortiq. Mayli baribir, nima desak ham. Muammo yo'q. 40 ta mutaxassis. Da, 40 ta mutaxassis, tем более bular узкий направлениедagi mutaxassislar, vrachlar, medsestralar, inson uni qo'lida turadi-da, bolalar, yosh bolachalar ularning qo'lida turadi, shunday. Bu kadroviy masalalarni upravleniyasi bo'yicha qanaqa кейslaringiz bor aka, qanaqa muammolar bo'lgan, fakaplar bo'lgan? Chunki kadroviy masalada eng ko'p muammolik tema kadroviy masala aka. Siz qanaqa qadriyat bilan buncha odamni ushlayapsiz? Qadrimiz kamroq edi. 3-4 kishidan boshlagan paytimiz har bittasini o'zining roli bor edi, o'zining joyi bor edi. Qo'rqardik kadroviy yo'qotsak, boshqa kadrga nagruzka tushishidan qo'rqardik. Bemorlarga sifatsiz xizmat ko'rsatib qolishimizdan qo'rqardik. O'sha uchun ba'zi xatolarga ham ko'z yumgan joyimiz bo'lgan. Boshqa bir narsani tan olamiz. Ba'zan o'g'irliklar bo'lgan, ko'z yumganmiz. Ba'zan loqatlik bo'lgan ishga nisbatan ularga ko'z yumishga majbur bo'lganmiz. Kasal kelyapti, endi kasalga xizmat ko'rsatadigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Boshqa kadr nabiratsiya qilib tayyorlagancha ham vaqt o'tadi. Ana shu narsalardan qutulganimiz bu bir narsani tushundikki, nizaminiy kadr yo'q. Nizaminiy kadr yo'q. Shunday. Bu narsani tushundik, tan oldik. Ertami kechmi kimlardir bizani tark etadi va kimlardir yangilar keladi. Ulardan-da zo'r qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Xo'sh, bu narsamiz biz hozir shunaqa tizimimiz tutilganki, xohlagan shu sohada ishlagan kadrni 3 kun ichida tayyorlab bilamiz. Inshaalloh. 3 kun ichida tayyorlab bilamiz. Mana shu narsa bizda O'zini lavozim yo'riqnomasi bo'yicha tayyorlaysizda baribir, to'g'rimi? Lavozim yo'riqnomasi. Chunki 3 kunda vrach qila olmaysiz uni, aniq bu narsa. Da, lavozim yo'riqnomasi bo'yicha tabii. Zo'r. Endi qarang, shu yerda Sulton aka qiladimi, tizimni o'zi uni anaqa yetishtiradimi kadr? Tizimni o'zi bu kadrni yetishtiradi. Chunki har bitta xodim, misol uchun bizda hamshira bo'lsa agar, hamshiramiz bitta emas. Bir necha hamshiramiz bor. Ular hammasi kelib, asosiy markazga kelib, o'qib, tayyorlanib, imtihonlardan o'tib, Yangi o'qitish sistemasi bor biznes. xuddi shunday. Unda o'zi standartda kiritilgan. Standartga kiritilgan. Har bitta o'qitish tizimi uchun javobgar odamlar bor. Har bitta soha bo'yicha
o'sha javobgar odamlar shu narsani tayyorlab, bizlarni imtihonlarimizga tayyorlab berishadi. Va imtihonni o'tgandan keyin bemalol o'z joyida bo'lib, o'z faoliyatini yuritishi mumkin bo'ladi. Juda yaxshi. Xo'p, Manda ham qilish hozir ham 68 ta kadrda mana ham xuddi shunaqa sistema qilib qo'yganman. Lekin baribir ham kadroviy masalada manda defitsit bor. Muammo doim bor. Sohada biza anaqalarga turlarga biznes sohalarida qatnashdik-ku. Shohjahon akam eng yaxshi oyliklarni beradigan haligi qahramon sifatida. Aka, ha, o'sha sredniy chek qanaqa? Endi nima deydi? To'g'ri, lavozim bo'yicha almashadi. Sanitarkadan to vrachgacha, to'g'rimi? Чтобы sizni korxonangizda ishlaydigan, siz rizqiga sababchi bo'lib qolayotgan 40 ta odamni sredniy chek qanaqa? Agar sir bo'lmasa. Sredniy chek haqida hammada har xil, chunki hammani javobgarligi, oladigan bo'yniga mas'uliyati har xil. Oladigan mas'uliyatga qarab, Bizda mas'uliyat qancha yuqori bo'lsa agar, mas'uliyat ko'proq bo'lsa agar, shuncha o'shanga mos oylik berishga harakat qilamiz. Bizlar kuzatamiz. Xodimlarda kim nima mas'uliyatni o'ziga qo'shimcha olishga harakat qilyapti. Bu narsa hech qachon bee'tibor qoldirmaydi. Qo'shimcha qanaqadir bonuslar qilib berishga yoki qo'shimcha oyliklar qilib berishga sifr aka, sifr kutyapmiz. sifr kutayotgan bo'lsangiz, sifr o'rtacha biza bozordagi narxdan 30% dan to 50%gacha ziyod beramiz. Aka, sifr. Ayting, qancha beryapsiz kadringizga? 40 ta kadr ushlab turibsiz aka. Ruslan aka, Eng kami qancha, eng ko'pi qancha aka? Kuzatuvchilarimiz sifr bo'lyapti. Eng kami 3 million atrofida, Eng kami 3 million. eng yuqorisi 25 million atrofida. 25 million, mashallah. O'rtacha 10 2 ming million dollar. ekanda keling. 10 million o'rtacha ekan. Ayni o'rtadagi odamlar 7 million, 6 million, 8 million shunaqa. 10 million. Da top kadrlar уже 25 ga qarab ketaveradi. Sizda kadrviy litsenzya bormi? O'sha nima deydi? Insonlarning o'sish litsenziyasi bormi? Grade'lar tizimi. Deylik, keldi oddiy medsestra bo'lib, u sekin-sekin o'rganishni boshladi va определенный joygacha там старший медсестра и так далее shunaqa bo'lib ketish ehtimoli bormi? Uchitel bo'lishi mumkin. Bizda ba'zan hamshiralarning o'zi keladi, ba'zan kichik hamshira sifatida yoki sanitarka sifatida ishga olishimiz mumkin. Ular o'zini tayyorlab, o'zini ko'rsatib, keyinchalik hamshira, katta hamshira lavozimiga, hatto agar mas'uliyatni yaxshi olib biladigan intiluvchan bo'lsa agar, admin darajasiga, o'sha filialning administrator darajasiga ham ko'tarishimiz mumkin. Уже karyerni litsenziya bor. Da. 40 ta odam ishlayapti. 3 milliondan 25 milliongacha nima bor? Daromadlik joyi bor. Shunga qarab odamlar o'zini nima deydi? Bitta jamoada his qilyapti va ishlashyapti. Juda yaxshi. Bu kadrlarni asosan qayerdan topyapsiz aka? 3 millionga ishlagan kadrni aka, men korxonamga tasavvur qilishim juda qiyin. Chunki men korxonam nima deydi? Направленiyamiz boshqacha, lekin baribir trudovый rynokda turibmiz-da. Da, trudovый mehnat bozorida olib kadrlarni o'zini nima deydi? Rizq topishiga sababchi bo'lib qolishimiz uchun ham biz ularni avvaliga qidirishimiz kerak yoki ular bizani qidirishi kerak bo'lib qoladi. Qanday, qaysi protseslardan o'tyapsiz siz kadr olishga aka? Kim yo yangam o'zlari ishlab qilyaptilarmi? Chunki baribir ayol kishi aka biznesdagi o'rni normalda, uni o'ylab qarasa. Bu masalada ham shu paytgacha Sulton shug'ullanardi. Hozir HR olganmiz. HR Sulton, nima bo'ldi bu? Yo'q, HR. hozir HRimiz bor. Ashulloh, fresh kadr masalalarni u hal qiladi. Headhunter shunga o'xshash platformalarda объявление qo'yiladi. Doimiy ravishda bizada baza shakllantirib boriladi. Xohlagan paytimiz qaysidir zvenoda kadr yetishmovchiligi bo'lsa agar, bir kunda hamma chaqiriladi. 20 kishi bo'ladimi, 25 kishi bo'ladimi, alohida intervyu qilinadi. Stajirovka o'taydi. Agar ish unga ma'qul bo'lsa agar, beradigan oyligimiz ma'qul tushadigan bo'lsa, ular ishlari bizga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ishni davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Yana Ruslan aka bir bitta savol. Bo'layotgan intervyularda HR menejeriz birlamchi intervyularni nima deydi? Onlayn ham qabul qilish mumkin. Bu normal narsa. Ana bu HR уже nima deydi? Kadrlar bilan konkret ishga kirish masalasi bo'yicha intervyu qiladigan bo'lsa, siz bu intervyuda ishtirok etasizmi, etmaysizmi? Etasizmi, etmaysizmi? Albatta ishtirok etaman.
endi manda shunaqa tushuncha, balki bu to'liq shakllanmagandir tushuncha. Bu narsa bo'yicha kirayotgan xodim kim bilan ishlashini, ya'ni rahbari, asosiy rahbari kimligini bilishi kerak deb o'ylayman. Qaysidir qismiga aralashadi. Qaysidir qismiga, savol javob qismida masalan, tushunishimiz kerak. u odamni qadriyati bizga qanchalik to'g'ri keladimi yo'qmi, bu narsani ham ba'zi savollar berib, man o'zim uchun xulosalashim kerak. Bitta savol beray. Juda ko'payib ketdi sizdan savol. Ruslan aka, qarang, ba'zi kadrlarni shunday misol uchun moliyaviy mablag' bilan, ya'ni 3 milliondan 10 milliongacha, 20 milliongacha, 20 million bersak ham ba'zi kadrlarni ushlay olmaymiz-da. Hozir shunaqa bozorda shunaqa bo'lib qoldi, to'g'risi. Va bu kishi misol uchun 5 ta klinika va tumanlarning har qaysi chetlardan ham joylari bor-da. Siz qanaqa instrumentlar qo'llayapsiz? Ya'ni o'sha kadrlaringiz sizga sodiq ishlayapti. Qanchadir sifraga. Bu sifrani biz aniq bilamiz, hamma kadrlar o'zimizda ham, sizga ham o'xshagan, faqat oylik uchun kelmaydi xodimlarimiz. KPI bonus bordir, qanaqadir nimalardir bordir. Nima instrumentlar qo'llaysiz, xodimlaringiz sizga sodiq ishlaydi. Moddiydan ham tashqari nomoddiy nima bo'yicha ishlaysiz kadrlaringiz bilan? Nomoddiy bordir, imtiyozsiz bordir, aytavering. Grade bordir, Bizda endi oylik sistemasini aytadigan bo'lsam, oylik sistemasidan boshqa KPI sistemasi ham bor. Bu sizda ham bor bu narsa. Ya'ni ключевой показательlarga qarab, ma'lum bir haftalarda, har bir haftada qanaqadir foizga olinadi. Bizda endi sizlarda qanday bilmadim, bizda oylik masalasi haftalik hal etiladi. Chunki biza har bonuslarimizni ham haftalik qo'yilgan. Bizda KPIlarimiz xodim shu KPIlarga chiqyaptimi, chiqmayaptimi, oyning oxirigacha kuzatirmaymiz. Hafta davomida o'zgartirib boraveramiz. Xo'sh, mana shu narsalarni hafta davomida oyligimiz bor. Hafta davomida bonuslarimiz bor. Bundan tashqari obed tashkillashtirilgan. Har bitta klinikada bu bizning bo'ynimizdagi narsa. Boshdan bo'ynimizga olib kelganmiz xodimlarning ovqatlanishini. Bundan tashqari har bir xodimda o'z fikrini bildirish huquqi bor. Bu nematerialniy motivatsiyada, to'g'rimi? Chunki demokratiya, e'tirof qilishdi. Biz har bitta xodimdan olinadigan insaytlarni, yangilik qilishga bo'lgan qanaqadir fikrlarni eshitishni xohlaymiz va shu paytgacha eshitishga harakat qilyapmiz. Chunki xodimlar ishda bo'lgandan keyin o'zini ishini yana qanday yaxshilash mumkin bo'lishi bo'lgan instrumentlarni yoki qanaqadir apparat yordamida unga yordam qilish kerak bo'ladi. Bu ham ish sifatini oshirishga yordam beradi, ham xodimni nagruzkasini kamaytiradi, ham sifatimizni, xizmat sifatimizni ham yaxshilab beradi bizga. O'sha uchun xodimlarni quloq solamiz обязательно. Asosiysi ishga olayotgan paytda uni savol beriladi. Qancha muddatga biz bilan ishlamoqchi? Kelajagini biz bilan qanday ko'rib biladi? Masalan, 5 yildan keyin o'zini qayerda ko'radi? Bizda o'sishga intilmaydigan, bir xillikda qolishga harakat qiladigan, komfort zonaga kirib qoladigan xodimlar bizlar uchun biz ular bilan ishlashimiz qiynalamiz. Komfort zonaga kirmasligi kerak, ya'ni o'sishga harakat qilish kerak, yangilik qilishga harakat qilish kerak. Klinikani bitta oila a'zosiday bizlar qabul qilib olishimiz kerak bu odamni. Juda ajoyib. Xo'p, Renessans, biznes Renessans loyihamizda bizning mehmonimiz haqiqatan ham ajoyib akamlar, lekin ko'rsatuvimizda tub burilish. Hozir obunachilarimiz kuzatayotgan daqiqalar va sizni kalangizdan ham o'tayotgan. Faqat aytmayapsiz, bilmayman nima uchun. Haligi nechta kasal edi? Raqam nechta? 40 ming. Aka, 40 ming. Qachon boshlangandilar? 5 yil bo'ldimi? Boshlandi. Konsultatsiya narxini chiqaribman, biznesni. Barib kuzatuvchilar keyin so'raydi haligi. Aytish mumkin. Va'da beruvdingizlar, axir biz haligi klinika egasini chiqarib raqamni aytmasdan. Ya'ni bizni qadriyatimiz bor, sifralar, raqamlar bilan ochiq oydin gaplashishimiz bor. 40 mingta keling, 35 mingtasini bilsangiz kerak, 30 mingtasi qolgan menimcha yolg'on bo'lmasa kerak. Qarang, dastlabki nechidir yili bitta klinika qilganlar.
8 Undan keyin da 8 yil ha. Ha. Undan keyin bu kishi o'zi masshtab bo'lyapti. Da. Kengayapti va o'rtacha cheklari ham men o'ylayman, bilmayman qancha bo'lsa cheklarni. Hozir sekin so'raymiz. Siz sredniy chekni chek qanaqa ko'paytirib, aka? xudo xolasa gadoyga bo'laklaymiz. Ha. Aka bizni qadriyatimiz bor, hali aytuvdik, sizni yillik gadoy daromadingiz taxminan kerak bizga. Nima uchun? Chunki o'zbek millatidan, o'zbek kadrlaridan ham shunaqa kadrlar chiqyapti. Nereal emas bular. Keling bu kishi 10% ni bilmaslar, 20% ni bilmaslar, lekin o'zini daromadlarini, foydalarini biladilar taxminan. Shu uchun biz kuzatuvchilarimizga bu ma'lumotlarni beramiz. Da, asosiy e'tibor daromadingizga qaratmaymiz aka. Chunki daromadingiz u sizniki, chunki u yerda investorlar bor, sheriklar bo'lsa kerak-da baribir, to'g'rimi? Sherigim Sulton. Sherigingiz Sulton. Ya. Sherik bo'lganiga ham ko'p bo'ladi. 1 yil bo'lib qoldi. Sherik bo'lgan ekan. Ungacha ish yurituvchi sifatida tadbirkorda endi topoviy kadrlarni o'zi harakat qilish kerak, qanaqadir sherik qilib olishga deb o'ylayman. Bu narsaga erishgan hozircha yagona xodimimiz. Zo'r. Demak, bu 40 ta xodimda ham imkoniyat bor. Nachidir vaqtdan keyin, nachidir yillardan keyin biznesda ma'lum bir qismiga sherik bo'la olish kulchavoy joy qayerda? Biznesda boshlagan vaqtlaridan keyin kelib qo'shilgan oddiy kadr hozirda biznesda sherik. Qaysidir protsentlarda bo'lishi mumkin, u narsa не имеет значения. Asosiysi sherik. Bu juda katta narsa va tadbirkor bu narsani pul olmasdan turib, ya'ni investor jalb qilmasdan turib yoki определён narsalarni bo'lishmasdan turib, o'zini kadrini sherikka aylantirish protsessigacha kelishdi o'zi ham. Bu aslida bitta o'sish nuqtasi, bu juda ajoyib narsa. Masshtabirованияga ham bu narsani baribir foydasi bo'lgan. Вообще zo'r. Demak, aka, siz yana o'sha masalaga qaytamiz, aka. Da 40 mingta kasal qabul qilyapsiz. Inshaalloh nima deydi, 100 minglab odamlarga aka xizmat qilinglar. Chunki shaxsan men o'zim nima deydi, sizlarning xizmatlaringizdan foydalanib ko'rganman. Men juda ko'p do'stlarim foydalanib ko'rgan. Imminda yosh bolalarda bo'ladigan gijjani hech qanaqa bir muammolarsiz, boshqa narsasiz tushirishyapti. Bola o'sishda, rivojlanishida o'zi juda yaxshi foyda bo'lyapti. Kichkinagina protsess o'zi, lekin foydasi juda katta. Xalqqa berilayotgan manfaat juda yaxshi deb o'ylayman. Buni biznes taraflama ko'rib chiqamiz. Davay? Aka, kapitalizatsiya qanaqa hozir? 5 ta joyda siz nima deydi, niyatlar bor yana. Milliondan oshdikmi, oshmadikmi? Endi kapitalizatsiyani hisoblash millionga yaqin biza. Ayni millionga yaqin bo'lsa kerak. Hisoblash shundayki, biz o'zimiz bilganimizcha biz avval IPOga chiqmaganmiz, ya'ni aksiyalarimizni chiqarmaganmiz bozorga. O'zimiz taxminimiz, o'zimizda bor moddiy resurslarimiz bu 200 ming dollar atrofida bo'lsa agar. Xo'sh, undan tashqari, mumkin sal ziyodroqdir. Klinikani yillik daromadini, sof foydasini 200 ming dollar atrofida deb olsa agar, 3 yillik foydamiz bu 600 ming dollar atrofida bo'ladi. Moddiy resursni qo'shsa agar 800 ming dollar atrofida kapitalizatsiyaga ega bo'lsa. 800 ming dollar atrofida. Yo'q. Tit qilib o'tkazamiz. Yo'q, normalni. Qarang. Bu hozir 3 yillik darajaga 800 ming dollar kapitalizatsiyaga chiqyaptilar. Bu kishi hozir 200 ming dollar sof daromad haqida gapiryaptilar. U yoqda оборот bor, оборот значит уже milliondan oshib bo'lgan. Chunki sof foyda bu yoqda bunaqa qoladigan bo'lsa. Оборот уже milliondan oshib bo'lgan. По-моему, u sifrlarni siz yaxshiroq bilasiz. Marjinalniz qanaqa примерно? Necha foizga to'g'ri keladi? Marjinalniz shu 20-30% atrofida. 20-30% bo'ladigan bo'lsa, kapital nima deydi? Последний 3 yilga оборот уже конкретно составлять qilgan где-то bir 4,5 million dollar, 5 million dollardan oshgan. Shuncha pulim bordimi deyapsiz? O'zbek tadbirkori yo'q, demak, Yillik o'sishimiz bizda 20%dan 50%gacha yillik o'syapmiz. bu yerda bir narsa aniqlash kerak. Sulton akani ham ko'zda tutish kerak. Qancha hisoblaysiz hozir? Da, Demak, qolgani shu million dollar. Sulton aka yaxshimilar hozir zo'rlami?
milliontadan anaqa Shveysariyadan, Bankladan yoki Dubay poyladan yo'q, u narsani iloji yo'q. Chunki uni sultonni qadriyatiga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Biz kuzatuvchilarimiz hazillashamiz, Sulton aka ham xafa bo'lmasinlar. To'g'risi, biza mana shunday chempion ijrochi direktorlarni, ajoyib ijrochi direktorlarni topishimiz kerak-da, to'g'risi. Va mayli shans yaratib berishimiz kerak biznes egasi sifatida. Baribir biza ham aka to'g'risi biza ham bironta joyga uncha pulimizni olib bora olmaymiz. Mayli bizning xodimlarimiz boy bo'lsin. Biz hali Renessans loyihasini chiqargan paytimizda ham uyg'onishimiz ham shunday. Akam bitta o'zlari bilan bironta klinika qila olmaylar. Unchalik ocha olmaylar. Komandalari zo'rki, 40 ta 50 ta komandani juda zo'r, tizimli yuritilyaptilarki, yildan yilga masshtab juda ajoyib menimcha. Bilmayman, 20x, 25x necha yildagacha bitta klinika bo'lsa, o'sha u yog'i ilm ustida quryaptilar-da. Shunaqa. To'ppa-to'g'ri. Menda shu yoqda bitta fikr kelib qoldi. Agar bu chiqarayotgan podkastimiz, hozir berilayotgan ma'lumotlar juda kulchavoy shaxsga nima deydi, signal bo'lyapti. Sulton aka ga signal bo'lyapti. Hozirda biznesdagi sheriklariga aylangan odamga signal bo'lyapti. Agar shu podkastimiz haqiqatan bir hatto 5000, 10000 dan ziyod prosmotr yig'adigan bo'lsa, bitta shunday kichkinagina soncha tashkil qilib, o'sha Sulton akani ham bir chaqiramiz. Qanaqa top menejmentda bunaqa nima deydi, kulchavoy joylarni to'g'irlagan bo'lishlari mumkinki, уже nima deydi, partnyorlik darajasigacha chiqqanlar. Chunki bizning kuzatuvchilar orasida не только biznesmenlar bo'lishi mumkin, kadrlar bo'lishi mumkin, top menejerlar bo'lishi mumkin, menejerlar bo'lishi mumkin. Ular uchun ham o'sish nuqtasi bo'lishi mumkin. Chunki tadbirkorni kelib sizlar yelkasidan yukini bir burchagini olaman desalaringiz, tadbirkor jon deydi, o'sha yukni topshirib, o'sha narsa uchun ham haq to'lashga, ham nima deydi, sizlarni darajalaringizni ko'tarishga harakat qiladi. Bu narsani ham tashkil qilishimiz mumkin ekan. Zo'r, ajoyib o'zlaridan iltimos qilamiz va Sulton akaga biza qanaqadir anov qilmadik, hammasi yaxshi, xudo xolasa. Zo'r ekan. Haqiqatan ham shunaqa top kadrlarni, menimcha men o'ylayman, biznes renessans loyihasi uchun ham o'zimiz ham va kuzatuvchilarimiz ham yaratishimiz kerak-da. Topishimiz kerak, yo'lga qo'yishimiz kerak, uni ham boyitishga sababchi bo'lishimiz kerak. Ortiqxo'jayev aytadilar-ku, men kerakli odamni kerak joyga qo'yganman. Kerakli odamni kerak joyga. Va o'zlarining ichidan, o'zlari do'stlarining ichlaridan aksariyat kadrlarni chiqarganlar-da. Yulduz kadr. Aka, yana shu kadr masalasiga kelib bitta shunday to'xtalib o'tib ketaylik. Bitta shu pastlikni savol bo'lsin kadr masalasi. Hozir sizni placelaringiz bo'yicha, lokatsiyalaringiz bo'yicha bu tumanlarda boshqa viloyatda. Shunaqami? Va o'rtada distansiya mavjud. Shunday. To'g'rimi? Har xil noqulay lokatsiyadasizlar. Bir joyda emassizlar, bitta binoning ichida emassizlar. Va sizda hozir 5 ta klinikani boshqarish uchun 5 ta kadr bor, top kadr. To'g'rimi? Shunaqami? Ko'p narsalar onlayn bizda boshqariladi. Shuni har bitta klinikaga mas'uliyatli odam bor. Shu klinika uchun, filial uchun javob beradigan. Bu o'sha ishlaydigan qaysidir xodimlar mazkur qilib qo'ysak bo'ladi. Asosan bular vrachlar bo'ladi. O'sha yerda ishlaydigan. Asosan lavozim yo'riqnomasiga kiradi. O'sha yerdagi operatsion ishlarini nima deydi, sizning o'rningizga bajarib turish, to'g'rimi? No, operatsion ishlar ko'pincha bizda distansion berilgan markazdan bajariladi. Ichki har kunlik proseslar, o'sha jarayonlar mas'ul xodimlar tomonidan bajariladi. Tashqaridagi qanaqadir reklamalar yoki boshqa suvni, gazga yoki svetga pul to'lashda boshqa kichik masalalar, bular hammasi markazdan turib hal qilinadigan narsa. O'zi markazdan turib hal qilinadigan. Hozirgi kunda mana 5 ta va 40 mingdan ortiq bo'lgan mijozlarga xizmat qilib kelgansiz. Bu mijozlarni qayerdan topgansiz? Qanaqa manbalaringiz bor? Ya'ni marketing qilish yoki bo'lmasam mijozlarni topish usullari, asosiy qanaqa usullar bor? Akada marketing strategiya derski ekanligini men bilaman. Bu kishigami? Da, men shu bannerlardan men ko'rganman. Endi hozir o'tamanda o'shanga sekin kiryapman. Gijalar mendan qo'rqadi deb o'zlari sekin kiryapman va bannerni xo'p desalar, haligi operatorimizdan ham iltimos qilamiz. Bu kishini podkastlarini yonida chiqartirib qo'yamiz. Endi bilmayman. Biz uchun bir narsa qilmasinlar. Yo'q, u o'zidan o'zi chiqmaydi, u bannerlari, xudo xolasa. Men o'ylayman, u prosmotr uchadi bu kishi. Bu bannerni ko'rayotgandan-da zo'r uchadi bizning loyiha bilan.
va bu kishi bizani kuzatuvchilar uchun bir narsa qilib berishlari kerak. Nimadir g'oya, nimadir qilib berib biladilar. Chunki bizni obunachilarimiz, to'g'risi qadrli obunachilarimiz uchun nimadir qilib berish kerak. Biz mayli obunachilar uchun bepul hech qanaqa pul va'da berganmiz Shohjahon aka bilan loyihamiz besplatniy, biz yulduzlarni chiqartiramiz deganmiz. O'sha va'damiz. Faqat bu kishini bannerni qo'yamiz mayli, muammo yo'q. Anaqa suhbatimiz davomida. Bu kishi obunachilarimiz uchun nima qilib berib biladilar? Xo'sh, obunachilardan ichidan eng yaxshi savol uchun olasizlarmi yo eng Hol savolga boramiz, bor u. Savol bor, o savollarni o'qiyman, 5 dona, 6 dona ko'p o'tirmayman, qisqa o'tamiz uni. Yo'q, bu yoqdagi qismga. video chiqqandan keyin kommentariy qismida yoziladigan savollar haqida gapiryaptilar, shunaqa. Da. Yo'q, shunday. Ichida ham, men misol uchun Instagramda progress qilyapman-ku, savol olyapman har safar. eng yaxshi kommentariy uchun bo'ladigan bo'lsa, videoga xo'sh, nima o'zlari chiqib berasizlar? Xohlasangizlar, Aka, dehqonchilik olmaymiz, biz aytolmaymiz. Bog'da qanaqa Shohjahon aka bilan besplatni qilamiz deb. bog'da qanaqa meva bo'lsa, aka, farqi yo'q. Himmatingizga, aka, obro'y ketmasin. Ana ketsa ham obro'y ketmasin. bo'lmasa eng yaxshi sovg'a menimcha bu kitob bo'ladi. Eng yaxshi o'sha obunachimizga 5 tomli tip qonunlari kitobni sovg'a qilamiz. Ya'ni Ibn Sinoning bu endi qiymat jihatdan cheksiz qiymati 5 tomlik 6 ta kitob bo'ladi. O'sha birta komplektni bitta ishtirokchimizga beramiz. Bu narsa imенно tibbiyotga qiziqadigan va tibbiyot bo'yicha o'zini karyerasini qurayotgan yoshlar yoki hozirgi nima deydi, tibbiyot sohasida ishlayotgan odamlar uchun juda qiziqroq bo'ladi. Agar siz ushbu videoni ostida eng yaxshi kommentariyalarni yozib qoldirsangiz va biz uni eng yaxshisi deb topsak, ushbu 6 ta tomlikmi? 6 ta tom. 5 tomlik 6 ta kitob bo'ladi. 5 tomlik 6 ta kitobni shaxsan o'zimiz sizga dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Zo'r. Respublikaning qaysi tochkasiga bo'lishidan qat'iy nazar o'zimiz dastavka qilib chiqartirib yuboramiz va ushbu podkastdan esdalik sifatida sizda qolishi mumkin. Tak, sizga shu bitta narsa e'tibor beraman, Doniyor aka. Shu nima bo'lsa, bitta tadbirkor keldik-ku, ancha o'tirdik-ku, bundan oldin Jo'rabek aka o'tirdilar. Bundan keyin ham yana odamlar sekin-sekin kelib o'tiraveradi-ku, shulardan bir nima yulib shu kameradan u yoqqa bersangiz, aka. Beramiz. Aka, usiz yo'q, usiz ilojim yo'q. Ular aka har bittasi bizni biznesimizni o'sishimiz uchun nuqta bo'ladi. Har bitta kuzatuvchimiz. Shunaqa. Biz va obunachilarimiz. Ularning fikrlari, mulohaza fikrlari biz yuruvdik shu kungacha. Bu loyihani oldinroq boshlashimiz mumkin edi. Demak, o'zimiz ham Renesansimiz uxlab yotgan bo'lganmiz. Va misol uchun akam kuzatyapman, shu dard bo'lganligi uchun mana shu dard klinika ochishga va klinika sohasiga kirishga sabab bo'lyapti, deyaptilar. 40 mingdan oshiq emas. Va bu mana sizni qanday uyg'otdi Renessans loyihasi. Demak, kuzatuvchilarimiz uchun beramiz aka. Shunday. Xo'p. Xo'sh. Tak, bannerga to'xtaymiz-a? Yo'q, banner bormi? Banner nima u? Yo'q, to'xtang. Prosta banner temasini yopaylik. G'oyalarni qayerdan olganlar bannerdagi g'oyalarni? Hamma joyda. Bitta to'xtaylik, bu kreativniy g'oyalar. Bo'lmasa marketingga kiramiz. Biznesda kichkina ko'p emas. Tushunarli bo'lishi uchun biz kirish qismidan o'tdik, kim ekanliklarini tanishdik, nima ishlar qilganlarini bildik, kadroviy masalalariga yondashdik. Human resurslar bo'yicha, inson resurslari bilan qanday ishlashlari bo'yicha o'zimizga yarasha insaytlarni oldik deb o'ylaymiz. Endi korxonani ajralmas qismi bo'lgan marketing tarafi bor. Bu marketing qanday ishlaydi? Men bilishim bo'yicha tibbiyotda an'anaviy ishlaydigan marketing strategiyasi bu Sarafon radio. Da, Sarafon bir-biridan pul oladi, bir-biriga tavsiya beradi, shunga tavsiya berishadi, kimdir davolanib ketadi, yana kimdir keladi. Qanday ishlaydi sizlarda marketing? Bizda marketingda o'z направленияларimiz bor. Ya'ni Sarafanka bilan. Sarafanka bu odamlar olib ketadigan birinchi sifatli xizmat, ikkinchi shu yerdan oladigan emotsiyalari orqali Sarafanka rivojlanadi. Bizda 80% kasalarimiz Sarafanka orqali keladi. Qolgan 20% televideniya, billboard, Instagram orqali. 80% demak qayta sotuvlarga o'xshagan nima? Ya'ni taklif orqali keladi. Xuddi shunday, bitta mijoz, ikkinchi mijozga tavsiya etadi shu yerda davolanishni.
Bu yoqda hech qanaqa nima deydi? Chunki men nima deydi, sizni sohangiz men badlarning sohasiga o'xshab ketgani uchun savol beraman. Qanaqadir tarmoqli marketing qurilmaganmi? Piramidachaga o'xshagan narsalar? Kasal keltirib, pul olib. Yo'q, birorta kasal boshqa kasalga tavsiya etgani uchun yo keltirgani uchun, yo'naltirgani uchun biror moddiy manfaatdorlikka ega emas. Aha. Bizda просто davolanib ketgan kasallarda o'zidagi effektni ko'rib, o'zidagi o'sha natijadan quvonib bir-biriga aytadi. Ha. Demak, bu shunaqa signal, produkt juda yaxshi. Shunday. Produkt, ya'ni xizmat ko'rsatayotgan nimalari bitta produkt deb olsak, aka shunaqa to'g'ri, Rustam aka shunaqa to'g'ri upakovat qilganlarki u narsani kimdir borib kimgadir maslahat beraverish darajasida. Bu produkt shunaqa. U produktga ham hozir yaqinlashamiz sekin-sekin. Bu 20% billboardlar, nimalar deganingiz, bu qana ideyalar kelgan aka sizga? Chunki imенно nima deydi? Ozgina meditsinada uyalish degan narsani o'zi yo'q, lekin men bu proktologiyaga o'xshagan, yana gijjalarga o'xshagan narsalar yoki bu ginekologiya, urologiyaga o'xshagan narsalar aka billboardda reklamasi turishi juda qiyin. Chunki bizning mentalitet bu narsani qabul qilmaydi. Lekin fikr bo'ladi. Negativ fikr juda ko'p bo'ladi. Meni tushunishim bo'yicha siz nima deydi? Prama nagli Napoleonga o'xshab jang ochsiz gijjalarga. U juda ajoyib kreativ. Qayerdan tug'ildi bu? Anaqa bormi nimada billboardlar bormi nima? Digitalda ham, ledda ham bu kishi billboardda. Yo'q, men juda ko'p ko'raman. Shaharda nechta joyda turib chiqadi. Shaharda 4-5 ta joyimiz bor. Tumanlarda asosan. Da, asosan tumanlarda. 4-5 ta. Aka bu kreativ ideya qayerdan keldi? Kim yechim berdi bunaqa? Marketologizmi? Yo, yana shu Sulton akaga boramizmi? Endi qaysi kreativ ideya? Bu o'sha gijjalar mendan qo'rqadi degan yozuvmi? Ha, gijjalar mendan qo'rqadi deb qo'lingizga mana qilib nima ushlab o'tiribsiz, ha, adashmasam. Yo, u ukolmi? Nimalar? Qanaqa edi rasm? O'zim просто o'tiryapman. Ha, o'zingiz bilan turibsiz, ha? Bu narsani ideyani bergan odam Dilafruz opamiz bor edi-da. Dilafruz opa. O'sha kishini o'g'illari bor. Qurbonovlar. U kishi biznesini tugatganlar. Sug'urta bozori degan platformani asoschisi. O'sha odam Buxoroda kelganiga biroz klinikamizdan xabar olib ketgan payt shu ideyani bergandi. Va o'sha narsani biz hayotga tadbiq qilib ko'rdik. Значит, eshitgan narsangizni qilyapsiz. To'g'rimi? Eng samimiy yaxshi kачествоlardan bittasi biznesmen uchun eng zo'r kачествоlardan bittasi eshityapti, logический falsafasi to'g'ri kelyapti, tamom. Действовать qilish kerak. Просто harakat qilish kerak, tamom. Anaqa, hozir billboardlaringiz va ledlari sizga daromadingizni taxminan 20% dagi mijozlaringiz olib keladi, to'g'rimi? Qolgani 80% ga yaqin sizga hozir sarafon radio. Sarafonka bilan ishlaydi. Demak, ya'ni bizning kuzatuvchilarimiz uchun muhim bo'lgan shu narsa, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga qanday ishlaydi? Bu kishi sarafonning o'zi qilmaydi, yo servislari juda a'lo darajada, oson emas-da u narsani qilish. Yoki bo'lmasa mijozlar otsiflari bor, qanaqadir o'zini qarshi anaqa fikrlari. Shu uchun 80% ga yaqin asosiy mijozlari sarafon ekan. Yana shunaqa joy bor. Eng yaxshi sotuvchi narsa, значит, mijozga berilgan отзыв. Yana bir marta tasdiqini topdi. Tasdiqini topdi, shunday. Bu narsa to'xtab o'tishimiz kerak. Balkim bu klinika sohasidadir. Boshqa modelga, boshqa ibis qilamiz bu narsalarni. Boshqa haligi chempionlarimiz chiqqan paytda, mehmonlarimiz chiqqan paytda ulardan ham so'raymiz shu narsani. Ya'ni ular nima qo'llaydi? Bu kishidagi instrument qo'llanayotgan tavsiyalar, xudo Tavsiyalar bilan. 80%. Bu kishi men o'ylayman Instagramda ham borlar, yo'q emas. Instagramda ham, billboardda ham, ledda ham bor. Billboard va ledlarni qanday o'lchaysiz odatda? Sotuvchilar so'raydimi, qayerdan kelayotgan? Har bitta kelgan bemorlar o'sha reception xodimasi tomonidan so'raladi. Biz haqimizda qayerdan eshitganlari, qayerda reklamamiz ko'rganlar bu kishi ular bemalol ayta oladi. Yo Instagram, yo televideniya, yo har ikkalasida ko'rganlar aytish mumkin. Bu narsa обязательно biznesda pulni qayerda tikishni bilish uchun informatsiya olishingiz kerak. Shunday. Tizim bor, tizim yaxshi. Ruslan aka, biznes sohasida уже 15 yillik optsiz bor insonsiz.
Ana endi bu 15 yil davomida sizda hayotingizda bo'lgan eng chiroyli fuck-uplardan, xatolardan aka. Shunaqa nima deydi, borib devorga urilgan, bosh urilgan joydan, shunday chiroyli joydan bir ikkitasini qaytarib, bittasini aytib bersangiz ham aka. O'shanda qanday chiqib ketdingiz? Bu endi finansoviy yo'qotishlarni aytaman. Bunisi shuni so'ramoqchisiz manimcha yo Shuni. Farqi yo'q aka. Farqi yo'q. Siz uchun Bitta- finansiy muammo agar katta o'tgan bo'lsa, qiyin o'tgan bo'lsa, depressiyaga tushiradigan darajada qiyin o'tgan bo'lsa, finansiy nomaterialniy narsa bo'lsa ham farqi yo'q. Nimadir protsess, holat, farqi yo'q u narsani. Faqat bitta chiroylisini aytib bering aka. Xo'sh, endi bo'lgan voqea biz xodimlarimizga juda ko'p narsaga ishonganmiz vaqtida. Finansga ham ishonganmiz. Bitta xodimni o'ziga ham hamshiralikni, ham boshqa o'sha ichki protsesslarni ko'pisiga ishonganmiz. И kontrolni tochkalarimiz bo'lmagani uchun shu darajada bo'lganki, даже o'sha bizning giyohlarimizni, tayyor dorilarimizni olib bemorni uyiga borib davolab, biz kuzatyapmiz, kasallar bir kun davolanyapti, 4 kun yo'q. 5 kun kurs lechения o'zi. 4 kun yo'q. Mana shu narsalar 5-10 ta kasallar qaytib takrorlangandan keyin biz surishtiryapmiz, что sizni xodimangiz kelib bizni uyda davolab ketdi degan fikrlar bo'ldi. Shu fikrlarni eshitganimizdan keyin menga kuchli zarba bo'ldi bu narsa. Biza yo'l qo'yib berganmiz, uyda borib qanaqadir sifatsiz bizning xizmatimizni ko'rsatib ketishiga yo'l qo'yib berganmiz. Bu xatomiz. Bu narsani xatoni tuzatish uchun biz oldigi dorixona tizimimizni alohida qilib boshqa joyga ko'chirdik va u uchun alohida mas'uliyatli odamlar, ya'ni klinikaga aloqasi bo'lmagan odamlarni qo'ydik. Shaxsga nisbatan Shaxsga nisbatan ya'ni qadriyati to'liq shakllanmagan, endi qadriyati bizga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni halol bilan harom farqlab bilmaydigan odamni ishga olganmiz. aka joyiga volt qildingizmi, nima qildingiz? Bu narsa aniqlaganimizdan keyin bizda shunaqa qoida bor. Olishda juda sekinlik bilan olamiz. Haydashda 5 daqiqadan 15 daqiqacha vaqtni oladi bizga. Eng uzoq haydashimiz 15, eng tez haydaganimiz 5 daqiqada javobini berib, qo'liga hisob kitoblarning hammasini pulini berib, siz rozi, biz rozi deb. Ajoyib. Savdogarlar ustozida shu narsa kelgan Abdulloh ibn Muborakka anaqalari. Ruslan aka, bitta qism haqiqatan ham kuzatuvchilarimizda ham bo'lish ehtimoli bor. Bir narsa so'raydigan qismimiz bor. Ya'ni o'zimni onamda ham bo'lgan narsa, oyoqlari og'riydi, to'g'risi. Shunga o'xshagan xalq tabobati juda ko'payib qoldi. Ya'ni bu yerda real o'yinchilar, balkim u haqiqiy o'yinchi bo'lsa kerak yoki bo'lmasam g'irrom o'yinchi bo'ldir. Shu narsani bir ochiq o'yda ekspert sifatida yoritib boraylik. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali, televideniya orqali sotgan, endi bilmayman qaysi brend, Alxida edimi, qaysidir brend, mayli brend degan, bor. Brend degan tosh otmayman. Onam oyoqlari og'riydi-da. Endi marketing instrumentlarini o'zimiz bilamiz-ku, qo'llab bilamiz qaysi etapdan, qaysi bosqichlardan o'tyapti. Turli xil call center qo'yganda, o'z to'xtang vrachimizga beramiz deydi-da, u yana yosh qizcha ko'taradi, u ham vrach rolini o'ynaydi. Eshityapman, men uni necha bor eksperimental qilganman. Ya'ni nimadan og'riq? Onamni oyoq og'riqlari qolmasligidan. Misol uchun produkt sotyapti, nechidir milliondan oshiqroq summada. 3 oy ichasiz deyapti bu narsani. Vrach sifatida o'sha qizcha telefonda aytyapti, "Xo'p, haligi qabulingga boraymi, bunaqa qabul yo'q, hech qanaqa." "Yo'q" deydi, "Yaqinlashtirasiz, shuni ichsangiz tuzalasiz" deysiz. Xo'p, oxirida yana men qo'ng'iroq qilyapman-da, onam tuzalmadilar, paket jo'natgan ekansiz. "Yo'q, endi 6 oyligini ham olasiz" deyapti. Misol uchun shunaqa darajada qilyapti. "Yo'q, 6 oyligini ham ichyaptilar-da. Bolam endi 1 yilligi bor ekan buni" deyaptilar, "Necha million so'm?" Endi uni oxiri yo'q. Onam haligi volshebniy palichkani yoki bo'lmasam mo'jizani kutyaptilar, bechora oyoqlari og'rib bir xil ketyapti. Shunda ular real biror narsa tuzalish narsasi bormi yoki bo'lmasam qanaqadir bozorda igroklar chiqib qoldimi? Aka, vashti Bu zo'r temada, bu to'g'risi yuragimdagi dardim bordi. Bu kuzatuvchilarimizda ham bordi bu. Shunaqa. Qaysi brend bilmayman, to'g'risi. Mayli brendiga ham tosh otmayman, balkim tuzalarlar, onam xudo xolasa. Balki tuzalganlari bordir. Shunaqa, balkim bordir. Ya'ni men aytmoqchimanki, biz kuzatuvchilarimiz uchun haqiqiy igrok kim va soxta igroklar kim? Shu haqida qisqa to'xtab o'tsangiz. Qanday farqi bor? Xo'sh, uni farqlash yo'llarini aytadigan bo'lsak, avvalambor bu
batlar o'zi ikki turga bo'linadi. Oziqlantiruvchi va davolovchi. Xo'sh, oziqlantiruvchi batlarni davolovchi sifatida ishlatish noto'g'ri bo'ladi. Shunga o'xshagan oziqlantiruvchi batlar berilgandir. Davolovchi emas. Xo'sh, batlarni bergan ishlatgan paytda endi bizada xalq taobatida biza grammlarda ishlatamiz giyohni. Bat bergan paytda u milligrammlarda tabletkasi. Siz o'sha giyoh sizni davolashi uchun kerak bo'ladigan dozani olish uchun siz bir boshqasini ichishingiz kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda endi men bu narsani aniq ko'rgandan keyin aytishim mumkin. Xo'sh, ana shunaqa holatlarni bilish uchun batni tarkibi o'rganish kerak. O'sha tarkib bo'yicha sut doza degan narsa bor. Ya'ni sutkalik doza. Mana shu kasallikda shu bat, shu giyoh ishlar ekanmi? Shu giyohdan bir sutkada necha gramm ichilishi kerak o'zi. Internetda poiskga bersangiz yoki ChatGPTdan so'rasangiz agar kunlik dozalarni chiqarib beradi. Agarki o'sha kapsulada bitta kapsulasida nechadir milligramm bo'lsa agar, u ta'sir qilmasa agar, misol uchun, u qabul qilganingizdagi ta'sir qilmaydi. Chunki kerakli dozada berilmagan shu kasallikni davolash uchun. Xo'sh, shunaqa holatlarni bemalol xohlagan odam oddiy shu ikkita narsaga e'tibor berib aniqlashi mumkin, bu narsa unga foyda qiladimi, foyda qilmaydi. Birinchi, batning tarkibiga kiradigan har bitta o'sha mahsulotlar milligramlari, grammlari uni o'zi shu kasallikda foyda qiladimi yo'qmi, buni aniqlashtirsa bo'ladi. Internetda hozir manbalar amalga oshib. Xo'sh, undan tashqari o'sha kerakli dozadami o'sha batning ichida, biologik aktiv qo'shimchaning ichida yoki o'sha dori moddasining ichida o'sha giyoh kerakli miqdordami, o'shani aniqlashtirsa bo'ladi. Endi bu kabi holatlar aka, siz aniqlashtirsizlar bo'ladi deyapsiz. Gap so'z yo'q aka. Ularni asosiy auditoriyasi aka qo'lga telefon to'g'ri olib ishlatolmaydigan bebichalarda. Mana shu narsa alam qilgan holati borda. Bizga ham shunaqa 10 keys bor. Bizning qo'shnimiz borlar. Reklama televizorda ham deb aylanadi. Sizni oyog'ingiz og'riyaptimi? Kim nima qilyapti? Bu narsaga boribdi. Shu Astraxandrik kim nima biza tushunmaydigan qanaqadir atamachalar bilan juda agressiv marketing bu narsani. Juda agressiv marketing. Armiya zo'r, call center zo'r ishlayapti. Bir 50 ta call center bor. Ularga ko'rmasdan turib diagnoz qo'yib, u batlarni endi nima deydi? Balki batdir, balki giyohdir, bilmayman. Balki bechora marjonini ichida o'sgan kim nimasi deydi. Odam nerv qiladi. Bitta nozik joyini aytaman. Yana bitta e'tibor berish kerak bo'lgan narsasi, bu dori moddasi bo'ladimi yoki tabiiy giyohlardan olingan batlar bo'ladimi? Agar shu kasalligingizga sizni to'g'ri kelsa agar, 2-3 kun o'zida o'z natijasini ko'rsatish kerak. Siz natija yo'q, 3-yil ketyapti yo'q demak. Kuzatyapsiz 1 kun, 2 kun, 3 kun o'zgarish o'zida sezmasangiz, yo u siz doringiz bermaydi, yo u dori yolg'on beradi. Yolg'on. Lekin arasida balki yaxshilari bor. Endi menda nima deydi? Yaxshi praktikalar kam esga qoladi, yomon praktikalar ko'p esga qoladi. O'sha holatda men negativroq fikrlayman uchun yaxshi ko'raman-da o'shalarni. Mayli. Bilan ko'rib o'tirgan bo'lsalaringiz, men sizlarni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Yonimga kelsalar bir bag'rimga bosaman, xudo xolasa. Nechesnigra juda ko'p. Chunki bu asosan ishonchga taqaladigan narsa bo'lib qolyapti-da. Inson ishonchini suiiste'mol qilishga qaratiladigan. Chunki bizning xalqimizda ishonch bor, soddalik bor. Bir nima deydi uni? Qadriyati baland xalqimizdan boshqalarni ham xuddi o'zidek deb o'ylaydi. Shunday. Bu narsadan foydalanib kelayotgan odamlar bor. Yomon bo'ldi. Shu yosh katta qariya onaxonlarni yoki bo'lmasam yosh kattalarni anaqa qilyapti-da, foydalanyapti ulardan. Tushunadi. Endi aka, bu badlarni bozor rivojlanib kelyapti. Undan tashqari aka, meni dunyoqarashim bo'yicha, meni fikrlashim bo'yicha, ana Xitoy adashmasam Buxoroda o'zini joyini ochdi, keyin Guanzhou, keyin orqasi sudebni bo'lib ketdi, to'g'rimi ishi? Tibet, o'z aytganingizga o'xshagan Tibet chiqdi. Ular sitoy marketing ular. Sitoy marketing. Shunaqa, sitoy marketing. Undan tashqari siz aytyapsiz, Eronni nimalari bor deyapsiz. Tak, siz
уже nima deydi, O'zbekistonni o'ziga yarasha shu bozorda pozitsioner qilishiga harakat qilyapsiz. Meni tushunishim bo'yicha. Aka qarang. Bu sohada keladigan 5 yillik perspektiva qanaqa aka? Kerak bo'lsa 10 yillik perspektiva qanaqa aka? Endi bu prognoz 50-yilga borib 25 yil ichida biofarmatsevtika, zamonaviy kimyoviy sintetik farmatsevtikadan kamida 50 yillik bo'ladi. Yo o'tib ketadi. Tabiiy kimyodan nisbatan. Kimyoga nisbatan tabiiylik. Amerikada juda ko'p bu narsa. Shunga. Bu narsa perspektivasi rivojlanib boradi. Bu narsaga biz endi tayyorlanib borishimiz kerak. Chunki shunga mos texnologiyalarni kirgizishimiz kerak. Shunga mos ishlab chiqarish yo'nalishlarini qo'yishimiz kerak. Chunki bizda yetishtirilayotgan dorivor giyohlarni deyarli 90% hali qayta ishlanmay nima deydi uni? Qayta ishlanmagan yoki o'sha dori ko'rinishiga, farmatsevtik dori ko'rinishiga keltirilmagan holatlari bor. Bu resurslardan foydalansak bo'ladi. Asosiy bizning eng katta yutug'imiz o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, Ibn Sino bobomizni bizga qoldirib ketgan meroslari. Bu butun dunyoda xalq tobatida alohida ajralib turadigan, o'zini fundamental asoslariga ega bo'lgan bu o'zbek xalq tobatini bizga shakllantirib ketgani. Shu narsadan foydalangan holda ishlab chiqarishni to'g'ri yo'lga qo'yib bilsak agar, bu tibbiy turizmni ham rivojlantirishga ham eksport bo'lib mahalliy o'sha Mahsulotlar badlar ham oziqlantiruvchi ham davolovchi badlar ishlab chiqarishimizga olib keladi. aka, O'zbekistonni tabiati, O'zbekistonni ichidagi o'sha nima deydi? O'zbekistondagi o'sha minerallar deymizmi, nima deymiz bularni? Tabiati, giyohlari o'zi dunyoda sal nima deydi, o'zini pozitsioner qiladigan umid bormi? Shunaqa O'zbekistonda chiqadigan giyohlarni dunyo bozoridagi batlarni zaminit qiladigan, ulardan ustun keladigan kuchli qanaqadir bir giyohlar bo'yicha perspektiva bormi degan narsani so'ramoqchidaman. Bizani zonamiz, bizda cho'lda o'sadigan o'simliklar ham bor. Adirlarimiz bor, torlarimiz bor. Har bir jabhada o'zini o'sadigan ma'lum bir o'simliklari bor. Deyarli bularning barchasi O'zbekistonda o'sadi. Ko'pchiligi. Dunyo miqyosida ishlatiladigan o'sha batlar deymizmi? Biologik aktiv moddalar ichida deyarli menimcha kamida 80% O'zbekistonda uchraydi. O'simliklarni. Biza hali o'rganmagan dorivor o'simliklar O'zbekistonda o'zida yuzlab to'plab. Hali o'rganilmagan. Yaxshi o'rganilmagan yoki foydalanilmaydigan. Yuzlab to'plab. O'simliklardan eksport qilishga men bir paytlar kavrak temasiga qo'shilib ko'rganman aka. Mana bu Qarshida Dehqonobodda borib kavrak yig'ib, biza kavrak sotishga harakat qilib ko'rganmiz. Hindistonliklar bilan ishlagan paytlarimizga Hindistonga eksport qilib ko'rganmiz. O'zimizda nima qilishimizni bilmaymiz. Biz Hindistonga uzatamiz. Ular nimadir qiladi aka. Bizga uni nima deydi, kilosini palon puldan biza sotamiz. Tushunay. Ular ham baribir nimagadir qo'shadi. Yo ziravorga qo'shadi, yo badiga qo'shadi, yo farmatsevtikani qaysidir sistemasida ishlatadi. Nimadir qiladi ular. Значит, O'zbekistonda perspektiva bor. Bu sohaga nima deydi, alohida e'tibor qaratib juda katta biznes imperiya qursak bo'ladi menimcha aka. Nima qilamiz? Kirdikmi? Endi kuzatuvchilarimizga aytishimiz mumkin, Shohjahon akam xohlagan biznesga kirishga harakat qiladilar. Endi spikerlarimiz ham to'g'ri tushunsin. Endi konkurentlar chiqib qolish ehtimoli bor. Ruslan aka, menimcha hazillashamiz. Xo'p, menimcha haqiqiy spikerimiz ajoyib chiqsa, o'tgan vaqti ham qanday o'tganini bilmaymiz. 1 soat deymiz, har safar 1,5 soatdan oshadi.
Tushunarli. Ruslan aka, sizga to'g'risi rahmat chaqirganimiz uchun, keldingiz, darrov keldingiz. Ajoyib suhbat bo'ldi. Menimcha, nima dedingiz? Juda ajoyib bo'ldi aka. Bitta narsa, ko'nglingiz to'lmagan biron ko'rsatuvdan, o'zimizdan anaqadan yoki qolib ketgan savollar yoki qaysi kuzatuvchilarimiz uchun nimadir manba beraman degan narsalaringiz bordimi? Xullas, ekran. Endi manimcha hozir ko'rsatuvimizni ma'nosi ham o'sib kelayotgan yosh biznesmenlarni qanaqadir insaytlar berib bo'lishi mumkin bo'lgan kelajakdagi xatolarni oldini olish. Xo'sh, endi avvalambor biznesda yuqorida aytib o'tgandek hamma sohada falsafa bo'lgandek biznesning o'zining falsafasi bor. Mana shu falsafani o'rganmasdan biznes boshlamaslik maslahat beramiz. Chunki xatoni tuzatishdan ko'ra uni oldini olish ancha arzonga tushadi. O'sha uchun bu narsani hammamiz tajribamizdan bilamiz. O'sha uchun ham biznesni fundamental hech bo'lmasa soliq bilan qanday ishlash kerak. Misol uchun yoki buxgalteriya tizimi qanday ishlaydi. Xo'sh, mahsulotni себестоимостni o'zini tan narxini hisoblashni bilish kerak. Hamma narsalar, hammasi fundamental narsalar. O'rganmasdan turib biznesga kirishdan oldin обязательно shu sohaga doir qanaqadir filmlarda ishlab, tajriba orttirib, o'shanda ham o'zidan yaxshi biladigan ustoz tanlab, maslahatlashib, keyin boshlasalar ishlari yanada muvaffaqiyatliroq, yanada yutuqlari balandroq bo'ladi deb o'ylayman. Ajoyib. Kattakon rahmat. Rahmat akajon, baribir bizda 3-qismimiz bor edi. Bir qisqa qilib to'xtalamiz. Ya'ni bizni kuzatuvchilarimizdan savol, men hamma vaqt apros o'tkazyapman savollar to'g'risida. Shunda o'sha savollardan qisqa to'xtalib o'tamiz. Ungacha bo'lgan bitta fikr bor, sizdan iltimos qilamiz. Renessans tushunchasi nima va qayergacha ketadi biznes renessans loyihamiz? Nima deb o'ylaysiz? Renessans tushunchasi bu o'zi qayta tug'ilish ma'noni bildiradi. Adashmasam yunoncha so'z olmayman. Xo'sh, bu renessans endi azaldan ilm ma'rifat qaysidir joylarda renessans, masalan bizda o'zimizda O'rta Osiyoda 9-12 asrlar biz uchun ilm fan ma'rifat eng rivojlangan davrda bo'lgan. Bu ilm ma'rifat renessansi, ya'ni qayta tug'ilishi. Endi birinchi Yunonistonda paydo bo'lgan narsalar Aristotel tomonidan yoki o'sha davrdagi boshqa faylasuflar tomonidan yaratilgan narsalar 9-12 asrda o'zimizda qayta uyg'ongan. Bu narsa Yevropada adashmasam 14-16 asrlarga borib taqaladi. Bularni ham qayta uyg'onishi uchun bizdagi olimlarimizning ham hissasi bor. Ya'ni Al-Xorazmiy, Farabiy, Ibn Sino kabi olimlarimiz, faylasuflarimiz shu narsani qayta uyg'onishni amalga oshirgan. Xo'sh, mana shu narsani biznesda ham bizada oxirgi yillarda e'tibor bersangiz, renessans, chinakam renessansdan ko'ryapmiz. Biznesda qayta tug'ilishlarni, qayta rivojlanishlarni, yangi innovatsiyalarni kirilishi har bitta biznesda ma'lum bir muddatda renessans yuz beradi. Masalan, bizda ham renessans, biznesda renessans bo'lishiga ma'lum bir omillar sabab bo'lgan. Birinchidan ijtimoiy muhitning yaxshiligi, bundan tashqari kadrlarimiz to'g'ri joyda qo'yib bilganimiz, to'g'ri kadrlarni olganimiz renesansga sabab bo'lgan. Ya'ni filiallar ochilishiga, tizimlashtirilishiga. Har bitta biznesda renesanslar ma'lum bir muddatda bo'lib turadi. Mani tilagim renesanslar ko'proq bo'lsin. Renesanslar bizga amalga oshirib beradigan kadrlarni sizlarga tilayman. Rahmat. Alloh bo'lsin. Zo'r bo'ldi. Haqiqatan ham hurmatli kuzatuvchilarga bitta xulosamizni aytamiz. Yillar davomida, misol uchun mustaqillikdan oldin yoki bo'lmasam qaysidir davrlarda biza to'g'risi sportsmenlarni qo'llab-quvvatladik. Aktyorlarni, aktrisalarni yoki bo'lmasam artistlarni, qo'shiqchilarni qo'llab-quvvatladik. Qaysidir vaynerchilar o'rtaga chiqdi yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turibmiz. Yoshlarni shunday zarazat qiladigan juda ko'p manbalar shunchalik darajada chiqyaptiki,
ko'payib qoldiki, lekin bitta biznes loyihasini shu kunga qadar bitta podkast qilib bir kishidan haqiqiy insaytlarni, haqiqiy yo'qotgan narsalarni tushganni endi bir oxirgi haligi xursand bo'ladigan narsalarimiz oxirgi vaqtlarda juda ko'p kuzatyapmiz. Ya'ni hamma sohada chempion chiqqanday biz ham maqsad qilganmiz. Mana Shohjahon akam bilan pashti 6 oylab oldin boshlashimiz kerak bo'lgan narsani cho'zib, ya'ni haqiqatan ham qayta uyg'onish davri keldi deb o'ylayman va biznesda biza mana shu yerda chempionlarni qayta uyg'ontirishga sabab bo'ladigan, biznesmenlarni uyg'otishga sabab bo'ladigan qahramonlarni xudo xolasa chiqartiramiz deb o'ylaymiz. Inshaalloh. Xudo xolasa, bu haqiqatan ham birinchi podkastimizda oygacha boramiz deganmiz. Bu majoziy ma'noda, lekin biz haqiqiy chempionlarni o'zimiz chempion bo'lmasak ham erishishga harakat qilamiz, chiqaramiz va bu maza qilyapmiz bu ko'rsatuvdan. To'g'risi, uyqularim uchib ketadi. Xulosa qiladigan qismimiz bor, ming bor uzr sizlarni ham anaqalaringizni oldim. Ya'ni biz kuzatuvchilarimizdan ijtimoiy oпрос o'tkazamiz, qanaqadir savollar keladi. Shunga ko'p emas, bir 3-4 tasini o'qib beraman. Agar qisqa javob bersangiz juda yaxshi bo'lardi. Bu odatni bir hamma vaqt qilib qo'yganmiz, zo'r qilgan, anaqa odat qilib qo'yganmiz. Xo'p, savol klinika sohasida qaysi tarmoqqa biznes qilsam bo'ladi debdilar. Marketing haqida gap ketyapti. Bilmayman. Xohlasangiz tarmoqli marketing qilib yuborsin. Bu kishi misol uchun qaysi sohada deganlarini ham men bilmayman. Misol uchun urologiya deyaptilar, ginekologiya deyaptilar, stomatologiya deyaptilar. Shu. Xo'sh, klinika sohasida qaysi tarmoqqa kirsam bo'ladi debdilar. Tamam, savol shu haqida. Klinika sohasida endi eng xavfsiz bu diagnostika. Ya'ni javobgarligi nisbatan kamroq talab yuqori. Diagnostika sohasidan boshlasalar menimcha xavfsizroq bo'ladi o'zlari uchun. Zo'r. Diagnostika. Yaxshi, juda ajoyib. Xo'p, sizning biznes mehmoningiz orqasida kim bor debdilar. Ya'ni tankangiz bormi? 5 taligi tarmoqgacha qilgancha bir misol uchun nimadir vazirlardan yoki bo'lmasam kimlardandirmi? Tankamiz bron nima deydi u? Bron o'zimda o'tiradigan odamlar bormi? O'zimizni nima deydi uni? Oddiy shu 3-4 xonadan boshlab remontini o'zimiz qilib, kraskasiga zero pul topib, o'zimiz sekin bidaryapmiz. Bu narsalarga qiziqmaymiz ham. Menimcha o'zimizni kuch-qudratimiz bilan shu darajaga hozir asosiysi endi bizning tankamiz ota-onamiz. Zo'r. Ota-onaning duosi. Baraka omilidir. Juda ajoyib. Komandamiz asosiy. Yaxshi. Xo'sh, sizni biznesingizda sherik bormi? Sherikchilik Bizga 24 oxirigacha sherik yo'q edi. 24-25 boshlari bilan Sultonni o'sha klinikamizga qo'shgan hissalarni inobatga olib, shu narsa u kishiga motivatsiya bo'lishi uchun u kishini o'sha foydamizga sherik qilib olganmiz. Zo'r. Keyin Ruslan aka yana bitta biza birinchi anaqa podkastimizda oпрос o'tkazgan paytda ijtimoiy tarmoqlarda juda ajoyib bitta savol keluvdi. Shuni biza bu kishiga berdik, keyingi haligi mehmonimizga berdik va shuni maqsad qildim, juda ajoyib savol. Barcha mehmonlarga berishga harakat qildim. O'sha savollar qisqagina mazmunini aytaman. Ya'ni siz aytyaptilarki, siz agar chempion tadbirkorlar safida qo'shilib prezidentimizgacha boradigan darajada bo'lsangizda, prezidentimiz qolgan sandan keyingi tadbirkorlar uchun qanaqa bir qilsa qarorlarmi, qonunchilikmi yoki o'zgartirishmi, nima qilsak bo'ladi degan tavsiya berilsa, sizga berilsa, nima so'rardingiz prezidentimizdan deb savol berganlar. Va bu bizni menimcha Jo'rabek ham haligi o'tkazgan paytimizda u kishiga menimcha qanchadir reklamalarni bepul qildiraman, u qilaman, bu qilaman deb qildirib beruvdilar. Juda ajoyib savol. Shu savolga nima deb javob berasiz? Avvalambor bu darajaga yetishga bizga ancha bor. Shunaqa imkoniyat bo'lsa, asosiysi biz endi davlat rahbaridan so'raydigan narsamiz asosan bu xalqni manfaati uchun kerakbo'ladigan narsalar. Bu narsalar shuni ham qilinyapti. Shundoq ham ko'plab yangiliklar qilinyapti. Bu narsa bardavom bo'lishini xohlaymiz. Asosan yosh tadbirkorlarni tarbiyalashda qanaqadir biznes inkubatorlar tashkil qilinsa, ya'ni yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor berilsa, ularni tarbiyalashga, ularni biznes haqidagi bilimlarini davlat miqyosida rivojlanishi uchun
kichik inkubatorlar tashkil qilinsa, qanaqadir katta korxonalarda o'sha bemalol sherikchilikka qanaqadir ya'ni yangi bizneslarga sherikchilik bilan kirib, uni rivojlantirishga katta korxonalar o'zini hissasini qo'yishsa, menimcha bu tadbirkorlar safini ham kengaytiradi и sifatni ham yaxshi ko'rsatib berishimizga yordam beradi. Rahmat. Sizni savolingiz, xudo xohlasa? Aka, mani savolim yo'q. Siz bilan Menimcha ko'rsatuvni yakunlaymiz, podkastimizni yakunlaymiz. Akajon, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Juda foydali insaytlar oldik. sizlar uchun. Inshaalloh siz xalqimizga berayotgan yordamlaringiz bardavom bo'lsin. Sizlar uchun. Hozirgacha 40 ming inson ko'rgan bo'lsangiz, men ishonamanki, siz inshaalloh hali 100 minglab, 500 minglab va millionlab xalqimizga manfaat keltiradigan yordamchi inson bo'la olasiz va juda ko'p insonlarni rizqlanishiga sababchi bo'ladigan insonsiz. Sizdagi energiya shunga yetadi. Sizga omad tilaymiz. Juda rahmat. Zo'r o'tdi. Haqiqatan vaqt qanday o'tganini bilmaymiz. Ajoyib o'tdi. Yana bitta kichkina an'anamiz bordi va kuzatuvchilarimizni ham o'rtasiga tashlaymiz. Keyingi kuzatuvchilar, keyingi mehmonimiz, podkast mehmonimizni kim deb tavsiya berardingiz? Ya'ni biznes sohasida biz kimni ochsa, anaqa keltirib bu yerda sizga o'xshagan men bugun klinika to'g'risi o'zim 100 dan ortiq insight oldim-da, to'g'ri 100 dan ortiq insight oldim. Qaysi soha vakili bo'lishni xohlardingiz va mayli ism familiyasini aytsangiz, ism familiyasini ayting, bo'lmasam o'zini sohasini ayting, kim deb. Biz yana kuzatuvchilarimiz o'rtasidan bu aprosni tashlaymiz. Bizdan ko'ra ko'proq yutuqlarga erishgan katta tadbirkorlar juda ko'p o'rinsiz. Endi men taniydiganlari kimdir mehmonxona biznesida, kimdir konditor biznesida. Men xohlardim, bizda yaxshi akamiz borlar, Mansur aka, Sergey. Ajoyib zo'r, retail tarmoqlar noldan sizlarga ko'targan biznesmenlardan o'sha insaytlari faqat men uchun, menimcha xalqimiz uchun ham sizlar o'sha obunachilaringiz uchun ham manfaatli bo'lardi. Chunki noldan bu darajaga kelish, ko'tarilish, necha firmalarni ochish, bu nima deydi uni, har bir tadbirkorga nasib qilmaydigan baxtga ham qanaqadir yutuq. Xo'sh, o'sha kishini taklif qilardim. Avvalambor chaqirganlar uchun sizlarga rahmat, ishonchi ham shu ko'rsatuvlarimizni bizga bag'ishlaganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Ham ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Renessans loyihalarimiz xudo xohlasa dunyo miqyosidagi tadbirkorlarni chaqirishlarga nasib qilsin. Inshaalloh. O'shalarni o'rinda nasib bo'lsa o'zbek tadbirkorlari ham bir xilda o'shalar bilan bir xilda olishini tilayman. Barcha obunachilarimizga tilaklarimiz biznes qilishdan oldin albatta faqat o'qish va bilim olish orqali ko'plab xatolardan turishimiz mumkin, ya'ni oldini olishimiz mumkin. Hammalaringizga tilagimiz shu loyihada olgan insaytlaringizni hayotda qo'llab bu tadbirkorlarimizdan da o'zidan da yuqori yutuqlarga erishishlaringizni tilaymiz. Katta rahmat. Kattakon rahmat sizga. Katta rahmat aka. Bismillah. Juda ajoyib bo'ldi. Sergo'sh tarmoqlarini yana bitta obunachilarimiz ham apros Mansur aka. Agar obunachimiz Mansur aka ming bor uzr agar xohlamasalar, lekin obunachi profil bo'ladi baribir, to'g'rimi? Biz qadriyatimiz kelishganmiz. Akam eslatib qo'ydilar, qadriyatni bugun. Ajoyib.